Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hörmətli televizor görgüçlər. Partlagan Sükut proqramımızın 59-cu sanını görüşünlərində qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yalğın. Qadirli görürmənlərimiz, həmənlərə məlum bolğandək, bu proqramımızda biz vətənimiz Şərq Türkistanda Xitay təcavüzçülərinin bevasitə zulmünə uçurğan, şu yerdə öz beşidin keçirgən Xitayның bu cinayətlərini öz beşidin keçirgən, yoki özü erkin dünyaya çıxıb ketgandan keyin ularning ailəsiga kelgan Xitoy elib berayotgan bu jinoyatlarni dunyoga oshkorlamoqchi bo'lgan qarindoshlarimizninki ekrani bu hammalar bilasizlar, biz boshlagandan tortib har bölümdə farqliq fojialarni, farqliq ichinishliq hikoyalarni anglab keldinglar, boshdan kechirgan qissalarni anglab keldinglar. Biz tunji qilib istiqlol ekranimizda bu programmani boshlatib bir başlamçı bo'lgan bo'ldik hesabda butun dunyodagi keyin har programmamizda chaqiryapmiz. Xitoy o'zining qilayotgan shunchalar oshkorlangan dunyo mediasida axborotlarda arqa-arqadan to'xtamay oshkorlanayotgan shunchalar ko'p dalil isbotlarning oldidami Xitoylar qanday qilyapti? Butunlay inkor qilib boshda hammalar bilasizlar. Yo'q deb turilib oxiri shunchalar ko'payib ketgandan keyin bu jazo lageri emas balki kasbiy tarbiyalash markazi u deb yolg'on yovda nurg'unlagan pul xashlab har xil soxta filmlarni ishlab chiqdi, dunyoga shuni tarqatdi. Hammalar bilasizlar. Mushunchalar bugungi kungacha mushunchalar xalqimizningki qilgan chaqiriqlarimizga ovoz qo'shib, mayli bu yerga kelgan bo'lsin yoki o'zlarining shaxsiy telefonlari, ijtimoiy uchur vositalarida bo'lsin, arqa-arqadan kun siri kuchayib berayotgan, hali ham kuchayib beryotdi. Bu guvohliklar, ammo lekin har qatim deganimizdek xalqimizning nüfusumuzning soniga nisbatan intayin oz hali ham nurg'unlagan texmi ko'p. Bundan aslida bu son bilgan 59-son emas, faqat istiqlol bilan 509-songa kelish kerak deb o'ylayman men. Mening fikrimni so'rasam, shunchalar xalqimiz bor, lekin hali ham guvohlik berish, Xitoyning jinoyatini oshkorlash harakatlarimiz tuvan turmoqda. Shunda bo'lsa hali ham mushunchilik oz sondagi xalqimizning soniga nisbatan oz sonda deb qaralgan guvohlik berish faoliyatlarining o'zimi Xitoyga ajallik ig'ir zarb beryapti. Bugun dunyoda butun dunyoning axborotlari davlatlar Xitoylarni ayblayotgan bo'lsa, ana shu qahramon Uyg'urlarimizningki chiqib o'zininki mardona holatda oilasi kelgan bu fojialarni dadil holatda Xitoyning jinoyatini oshkorlaganligi uchun bugun har xil tillarda Xitoyga besimlar bo'lyapti. Hali ham bu ekranda har qatim chaqiryapmiz programmamizning 5-da va oxirida bu guvohlik berishning asla va asla sal qaraldigan buning kuchininki tuvan chog'lanadigan bir kuch emas ekanligini, Xitoyga axborot orqali bu sohada taratqularning kuchini jiddiy shaklda paylanishimiz kerak ekanligini, bir jang ustida turayotganligimizni so'zlab kelyapmiz. Shuning jumlasidan biz bu Xitoyning shu changilidan, shu jazo lageridan qutulib erkin dunyoga chiqqandan keyin hozir Amerikada yashayotgan, chiqqandan keyin jim turib olganlarning jumlasidan kirmay, balki nurg'un nufuzli axborotlarga u yerda ko'rgan, u yerda Xitoy elib borgan jinoyatlarni dadil oshkorlagan hurmatli Sumrat Davudxonimni bir qancha bo'limda men taklif qilyapmiz. Bugungi aziz mehmonimizmi yana Sumrat Davudxonim Amerikadan qatnashyapti. Oldindan ko'p rahmat aytamiz o'ziga ziyoratimizni qabul qilganligi uchun. Va alaykum assalom. Hammalarga o'tliq salom. Rahmat. Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanalimizda naq maydondan bevosita tarqatilyapti. Programmaga aloqador fikr taklif berishinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning ilhom elishi uchun bu yerda elib berilayotgan nurg'unlagan jinoyatlarni o'z beshidan kechirgan birinchi shahidning og'zidan anglab, Xitoyning qanday bir jinoyatlarni elib berayotganligini bilish uchun qarindoshlaringizga, do'stlaringizga ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Bu albatta bu faqat o'zimizning tilda nurg'unlagan uchurlarda yozgan inkaslarni ko'rib turibmiz. Boshqa tillarga buni texambak. Chunki mushu kungacha ba'zi Zumrat xonim so'zlagan narsalarni endi bilyapman degan uchurlarni, inkaslarni ko'rgan bo'ldik o'tgan sonlarda. Bunda emas deb men yangi anglagan narsalar ekan debchi.
Endi buni qo'limizdan kelgan qarindoshlarimiz boshqa ijtimoiy uchur vositasidagi o'zimizningki hisobot orqali qisqa holatda tarjima qilib yozma shaklda bo'lsa-mu tarqatib qo'yish, boshqa axborotlarda taratqularda taqitish bu bir xizmat albatta. Bu Uyg'ur tilida ham qolmaydi, boshqa tillarda ham albatta Zumrat xonim o'zimi chiqyotdi. Ham bizmi qo'limizdan kelgancha albatta chiqaramiz. Programmamizni o'z boshlab ketsak, e'lonimizda bergandek bugungi temamiz Zumrat xonimniki shu lager, jazo lageri hayotidan boshlab tug'mas qilib o'tish, Xitoyniki tug'mas qilib o'tish jinoyati haqida inshaalloh to'xtalamiz vaqtimizning yor berganicha. Unda bo'lsa Zumrat xonim, shu sizningki lagerga, jazo lageriga elib ketilishga nima sababdan elib ketdi, qanday boshlandi bu mavzu mushadan boshlasak? Qanday bir bana sababni ko'rsatib olib ketyapsiz masalan? Buldu her bir qıtım şu gap çıqqandan keyin her qanday muxbirga yoki şu medialarga şu gap başlangandan keyin yana şu aslimizga qaytamiz şu vaqtdagi. Kayfiyatimiz şu vaqtga ketib qoladi. Her bir qıtım bir o'ylamay desammi bir kun intervyu bergan kunisi aş kechgacha bir chivin yemagan odamdek yoki xuddi shu kunni qayta yashagandek. Balalarımның azraq vaqirashlarimı mənə bək ağır təsir qılıb, mənə bək keyfiyyətim nəçər aşında qalət küçük qalma. Bugün yenə bunu qaytıb dəstəşik doğru keldi. 2016-cı ildə Xitaylarning aşı ağır bastırışları, hətta ki tosatdan heç qandaq səbəbsiz əp ketişləri bilan biz Uyğurlarning hammamiz bir məməs hammamiz əndişi içində qaçan hammamizga barkan bu hətta hər bir xizmat qilayotgan saqchi yoki doktor va yoki hukumat xizmatchisi demak tutib aytayotgandan keyin bizning faqat navbat saqlayotimiz bir Allohning oldida o'limning navbatiga insonlar endi bizning vatanda biz lagerning vaqtini saqlaymiz-da endi hisobdan bizga bor bu kun degandek siz qanday bo'lang desam endi bir Allohning oldida siz bir jonni bu ölüp ketdi desa siz çoqum deysiz bizgimi bor bu kun deb o'ylaysiz. Ashunga o'xshash, ashu hayotga o'xshash bizmi hammamiz ashundaqlam zodi ash vaqtni kutib turgandeklar. Har birimizga bor bu kun deb ashta o'ylaydik. Bosh tutib akirib ketganlarning hech qaysi tayyorliqsiz, endi tuyuqsizlar bostirib kirib akirib ketdi va yoki kel saqchixonaga deb kepla uyga ketamidi degandek ashta ahvollar yuz bergandan keyin Uyg'urlar o'zaro maslahatlashib hammamiz degidek shu hattoki kiyimlarimizni boshlarımızga qo'yib qishda akatgan yozda akatganlar qish keldi kelmidi u bicharalar qanday kiyim bilan qanday yerda yetyapti yo bir uydagi pul ya kiyimni yo qishlik kiyimni akab biringlar degandek gapmi yo'q ularning nagusulanganligi qaysi kampida qaysi turmada qaysi saqchixonada hech qanday ishni bilmagandan keyin shunlar hammamiz degidek endi bunda pichirlashib turib bir yerga kelishsakmi Uyg'urlar bir yakilsak mana shunday o'zimizning tayyorlig'ini o'zimiz qilib qo'ysak o'g'dak mango oqshimisi kiyimlarimni ratlab beshimga qo'yib yetyapman degandek ashta gaplarga qo'rqinish ichida hammani babo bizga bu kun deb ashta o'ylaydik. Shuni 2018-yili 3-oyning 31-kunisi shunda aniq esimda shanba kunisi. Mening endi bir alayligim as tutish qobiliyatim bek yaxshi ekan mening. 3-oyning 31-kunisi. Balalarim maktabga bormagandi. Şunu bilan o uyda yo'ldoshim bankaga ketdim bir yer ketdi deganda shuni bilan men tuyuqsiz saqchixona bizning uyga shunday yaqin. Men telefon topshirib oldim. O burunqilarmi menga o'xshashlar nurg'unlari telefonda chaqirtdi bu shovchilar shu o'zlari. Kelgan bo'lsang muhim ish bor sang deydigan yo bo'lmasa saqchixonaga kel degandan keyin deb yugurib boramiz. Ondan keyin u o'zlari chiroyli telefon qilib chaqirtib akilib ondan keyin ketolmaymiz. Hattoki men necha videolarni chiqarib qo'ydim, shuni qarasanglarmi chaqirtibdi deb beribli kelay deb kelmagan dadam yoki akam degandek videolarni ko'rdinglar, ashunga o'xshashlar. Shunchalik telefon kelgandan keyin o'g'itchilik bu shochi aholilar komiteti degandek rayonlargami xuddilik bayroq chiqarishga qatnashmasam tutib akitib, shochining ishlariga moslashmadan desam akitib, ashta qilgandan keyin biz nihoyat aktiv endi. Bir kun bo'lsin talada yashaylik, balalarimiz bayda yashaylik deb bayroq chiqamiz. Hukumatning deganini bo'yicha qilamiz. Hali tuqqan qilib desam ularni shunda kutdi endi Uyg'urlar. Mushlardan bir fikr chiqib manda bo'lib qolib kirib qolmayli deb. Shuningdek 2018-yil 3-oyning 31-kunisi menga shu shanba kuni sizlikda telefon keldi. Kelgandagi saqchixonaga bir kelib ketgan dedi.
Şunun bilan men can qanmı demdi. Bu qanday qilishni bilmadim. Nima ish bir ish bo'ldimi desam, "Ya kirib chiqib kelsang bo'ldi" dedi. Men u ikkinchi qatimliq "Voy, ishda bo'lmay kirib chiqib kelsang bo'ldi" deganini anglab, men yo'lishimga telefonimdan jugurib bilan putamni sapmikash, shu saqchi darsiga yaqin bo'lgandan keyin asha kiribdiman. Kirsam, ishdan kirsam telefonni berdi. Qo'limda tutayotgan telefonimni, ishlatayotgan telefonimni ularga berdim. Ayt o'tiribdi dedi, deb bir munda saqchixonada saqlaydigan, ish bajaradiganlar o'tiradigan o'rindiq boshim o'ttirdim. Shuning bilan qarasam, bir yarim soat, 1 soat, yarim soatdan 40 minutgachilik shu nimaning ustida o'ttirdim, shu saqchixonniki birinchi qavatida zalda. Shuning bilan ham ikki saqchi birdan nechida qo'ldimda material var, seriq lipapa qog'oz va material soldigan. Shuning bilan men past kuchishdi deya hamaqilda menga deblamada shu qo'ldagi material solgan xalta bilan mandalik qilib silkidi. Chunki menga past kuchadi deb. U past kuchish degan gap endi bu saqchixonaga to'liq ish bajargilik kirib yoki bir ishlar bilan kirgan vaqtlarimizda, ish bajargilik kirgan vaqtlarimizda bu pastda bilimiz hamda o'zimizning mahalla saqchixonasining ostida qanday yaba, ustida qanday yaba bilimiz hamda. Shuning bilan qarasam yarasti uyiga odatda u ish bajaradiganlarni yoki boshqa odamlarni kirgizmaydi. Faqatlam jinoyatchilarni kirgizadigan yer u. Shuning bilan qarasam meni yarasti uyiga kir deb ishki saqchi mang deb qilganda qo'rqib ketdim. Shu chaqda hey menga keldi bugun navbat dedim. Ash pastga tushyapman, tushdim lam yarasti uyining shu birinchi qavatda yarasti kirdim, palanpaydan tushibdim. Mushtala qarasam, yiliq boshyoqliq, o'rog'liq Qur'on. Hatto Sulyo xaltining qattiq tashlab Qur'onlar, Sulyo xaltining jitib tutdi. Shunda duglagilik Qur'onlardi. Ig'ir, mushta cho'ng bir mushtala palanpaydan tushsamlar. Bu ajoyib bir ichinishlik bir holat bu. Biz odatda biz musulmonlar Qur'onni hattoki kindikdan pastga qo'ysin bo'lmaydi deb egiz yerlarga qo'yamiz. Shundaq qo'y egiz yerlarga qo'yamiz. O yerda men birinchi qatim yerda undaq saqchilarning hatto u yoq bu yoq o'tish uchun tepillab tutlarda. Undaq qilgan holatni ko'rmagan. Birinchi bo'lib ilib ichimga o'tab ajoyib bakli bir yaram bo'ldim. Uning oldida mahallani to'sab har bir mahallani oldidan kirdigan ish bir eshikdan kirib chiqadigan qilib hammani to'sab ashta qilayotgan. Shuning bilan u chaqlarda endi ishlarni saqchilar ishlarni shu yuzlariga boshqa etib olgan niqoblar bilan kirib ashunda uylardan Qur'on kitoblarini ashunda ko'tarib olib chiqqan. Jay namoz ashtaq narsalarni. Shu narsalarning hammasining ashaga qo'yilganligini bildim. Shuning bilan u ajoyib putqulamda jon qanmidi bir xil tiximi ochig'im kelib ketdi. Qurbitim yassa Qur'on tashlagan ishki saqchini bir narsa qilat kimni bodaylik edi. Shuning bilan u uzun bir koridor ekan, u saqchixonaning osti temir reshakali har uzun koridorning ichida o'ng so'l ikki tarafda azroq kichik shu bir eg'izlikdan temir darvozasi bor. U darvozadan ichida o'taq odamni sirtda koridorda o'tgan odam ko'rib tura oladi. Meni shu uddul eshikdan kirgandan keyin koridorning bir uyiga ham akirgandan keyin akirgan u o'yinning ichida boshqa o'rindiq yo'q-ku, faqatlarlik temir o'rindiq, qo'lni qistig'an o'rindiq bor ekan. Shu o'rindiqda o'tadi deb apparat bor edi, ortiq yaqinma deb. Shuning bilan u o'yinning ichida apparat bor ekan, u nimaning ichida. İşte atrofga qaradim, men yig'layapman. Birinchi bo'lib meni saqchi so'rab qilmaylam, men Qur'on kitoblarining, hatto Uyg'urcha Abduxoliq Uyg'urning kitobi ekan, endi u Uyg'urlar degan kitobmi bor. Mushta keyindan qarayapman, Uyg'urcha kitoblarni yig'ib tova astag'firullah deb. Endi shundaylik ichimda bekalik. Zadalik Qur'onlarni ko'rib bo'libmi? Uning orasida yog'liq, bosh yog'liqlarmi bor, jay namozmi bor, hatto jay namozga yo'galgan Qur'onlarmi, jay namozning orasida sir tushadi, bek yo'g'on dövəndi. U dilida Qur'on kitoblarini tashib etgan, ya'ni u dilida ham meni shu temir o'rindiqda o'tda deb o'tag'iz qo'ydi. O'tag'izda shuning bilan men o'tiribdi deblam u saqchilar chiqib ketdi, eshikni taqab dehdi temir eshikni. Men boshda atrof qarasam hojat qildigan bir nim bor ekan, o birni endi. Xo'sh. Hojatxonasi bor ekan, lekin u hojatxonasida mishad o'tda, masalan, hojatxonasida o'tdagan odamning koridorda o'tgan saqchilar ko'ralaydi. Ham ular o'zlari dediki, mana ichida apparat bor.
Tömür onduk miyada yandılan mışındaq bir sıydıqalı yabaka, onun yanında tamda bunda tömürni rüşatki qilib bitibdi. U yerda bir tal ko'z isig'liqga. Masalan, men miyadan hojat qilmoqchi bo'lsam, meni mishada yo'tkaplam oyadagi ko'zga qulamni sap qo'ydi ekan. Xo'sh. Ashundaq hojat qildi ekanmizda endi. Shuning bilan o'ttirdim, o'ttirib, böyle o'rindiq o'tiryapman, men ko'z oldimda elaqaplab turyapti. Shunchalik darajada qo'rqib ketganimdan ahvolni ko'rib bek achchig'im kelganimdan kitoblarga qarab Allohga yolvordim. Ulug' Alloh, seni mushundaq harolatda, seni kitoblaringni mushundaq harolatda qo'yibdi. Mushunchalik Uyg'ur bilan mushundaq qilib ketadi. Ulug' Allohim, sen ko'ryapsan degan, sen mush Uyg'urlar bo'layotgan zulmni deb kitob qilib qarayman. Titlab mush putqulamda jamaqamdi. Men bugun cho'qim akir ketadiganini aniq deklam endi. Bilib oldim, men sezib oldim. Chunki hech qanday Uyg'ur, hech qanday gunohsizlik kirib ketdi-da uning ichiga. Ularning ichidami qilgan gunohi namoz o'qigan yoki islom diniga itoat qilgan va yoki bir vaqtlarda xatmi Qur'on qatnashgan va yoki nikoh o'qigan va yoki nikoh oldida to'y xatni keyin olgan degandek ashundaqli bir hech qanday tuturuqsiz bir gunohlar bilan gunoh bana sabablar bilan uni yo'qli bana sabablar. Uning orasida albatta qandaq Uyg'urning babuludu. Masalan, hech qandaq Uyg'ur avval biz musulmonlarda avval nikohni o'qib bo'lib, anadan keyin to'y xat oldi, ya biz to'y xat nimada endi. Oldi keyin bo'lib qolgan ishlar bo'ladi bunchalik endi. Shuning bilan unchalik ishlar har qanday insonda azroq bo'lsa-mu bir xudik oldigan ishlar bo'ladi. Masalan, musulmon bo'lgandan keyin biz namoz o'taymiz, to'g'ri. Va yoki ba'zan bir o'limlarga berib qolamiz. Hatto o'limga bording. O'lamda xatmi Qur'on qilgan vaqtida qarab o'tading degandek qanday fana sabablarda. Yili qiyada titrayapman, put qo'lam jon yo'q, putam qo'lam badanim mushundaq holatda dedi. Hech nimani sezmayman. Titrab degan, men uyimdagilarga xabar qilmadim, telefonimni tortib oldi. U bilmaydi. Men endi savol bor so'rayib ketamiz degandek, yana Xudoga Alloh bilan ashunda so'zlashyapman da ashab turib, mushundaq sizni xar qilganlarni Xitoylar shu Jabil yaksan qilayotgansiz Allohimiz. Kitob qarab turib so'zlayapman-da endi. Qo'llarim titrab turib. O'ng'ichilik ikki soqchi kirdi. Men ashunda titrab o'tirib, Qur'onga qarab o'tirib 1 soatlik vaqt o'tkazibman. Nimani ichida. Xo'sh. O'rindiqda o'tirib. O'ng'ichilik mening put qo'lamni menda to'mirlar qilmadi birinchi qatim. Shu so'roq qilganga shu yana bir qatim qog'ozni ko'tarib kirdi. Uning ichida mening telefon aloqa nomerlarim batdi. Butunlay shu 1 soat vaqt o'tgan vaqtimda bular telefonning nimasiga berib tep keldim hamda uni bilmayman. Shu telefonlarimdan kirgan chiqqan nimasini ko'tarib kiribdi. Xotirasini. Telefon kirgan chiqqan xotirlarni. Kirgan vaqtida mening yo'ldoshim shu chaqda undidarda telefon undidarda qilgan vaqtida men bir anglayolmay qilib bir qatim endi menga shu Pokistonda telefon kelgan bir bakkan endi. Sana chet eldan telefon kelibdi deydi. Degandan keyin men hayron qoldim. Men chet elda hech kimni tunmayman. Menda men kim telefon qilibdi, men bilmay qoldimmi yo'qmi? Ba'zida e'lonlarmi 00 deb kelib qoldim. Men bilmayman. Men chet elda hech kim telefon qilmaydi dedim. Desam, buni olib ko'rsatib qarsam bu 0092 bu Pokistonning nomeri ekan. Men dedim, buni Pokistondan yo'lishim, Pokiston ketgan vaqtida men undar aloqalashamay uribdi ekan dedim. Sen bir necha nomerlarni tunamsa dedim. Men tunmayman endi. Hozirgi vaziyatda hech kim telefoniga kalasiga solmaydi masalan telefonimni. Hammadan ya telefon daftari o'ziga ism bilan kirgizib deydi. Uningki ism bilan chiqadi. Uningki nomerlarni hech kimnikini yodlab olmaydi hozir. Men dedim, men bularni men tunmayman. Desam, sana kirgan nomerga, chiqqan nomerga deb endi haqiqatan men Urumchida yashagan lekin do'st birodarlarimmi atrofdagi aloqalarimmi haqiqatan jiqdi. Maldikilarmi meni shunchalik o'g'abalga o'xshash qizbola deb bek yaxshi ko'radi. Maldi cho'ng kichik demay telefonlarni uratdi, ba'zan maslahatlarni so'ratdi degandek. Endi shuni bilan men dedim, men ba'zi telefon urib qo'yib masalan xato uribdi degandek telefonlar bo'lib qolsa-mu, ashunga amal yo'q endi. Ashunga bu masalan bir esimizda yo'q, birisi Xitoyninki atalmış jinoyatiga bo'lib qoldi deydi, jinoyatchi bo'lib qoldi deydi atalmış jinoyatchi. U menga telefon qilgan bo'lsa-mu, menmi shuningga endi qitilib kirgizadigan gapda endi. Men bilmayman qolganlarini deb turib oldim. Hammasi telefon daftarimda yozig'liq. Men unda kirgan chiqqan nomerlarni
Sanni deb bersanglar, men deb bermeymen, palanchi numaradan qanday keldi, pistan numaradan qanday keldi, falan, men qanday bilmem onu dedim. Şunun bilan 92 degan numarni men dedim, yo'ldoshimdan so'ranglar, bu ketgan vaqtda aşağıda urgan numar, ishonmasanglar pasportga qaranglar. Endi biz bir Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti to'y xatni olgan odam menga yo'ldoshim telefon qilaman deb yerda dedim. Desem şunun bilan o'ng'uchilik ular ko'rib bir yana bekroq so'rgan bo'ldi. U bu ishlar bilan hali tanıydigan necha adamlarning ismini bilmaydigan necha adamlarning ismini so'rdi. Palanchini to'lamsam, pistonchini so'ramsam, mushu esimda ko'tarilib qolibdi. Shu kimni so'rdi shu chaqda. Men tanimayman, bilmayman deb javob berdim. Men endi telefon masalan aloqa bilmay urilib qolganda yo bunda kirib qolganda deb. Shuning bilan bular yana chiqib ketdi. Meni to'mir o'rindiqda o'tag'izib qo'ydi, lekin meni nimani qilmadi. İkinci qatim kirgan vaqtida bankning hisobiga kiribdi. Yana 1 soatdan 1,5 soatgacha yo'qolib ketdi. Shungachilik ustoq chiqanning osti shunda so'g'oq. Iliqi par berdigan vaqtlar o chaqlarda 3-31, lekin uni ichi shunda so'g'oqda xuddi bir sening jazoying mushu iliqi bir demaydigan nima deymi shu iliqi qiyinchilik ostida so'g'oqning ostida deb ashta dedimki putamni sapmikash shunda titrab to'nglab ketyapman. Titirmisammi, iliqi qo'rqinish ichida meni cho'qim bugun bir qanday bo'laman, meni agar ketamdi, bolalarimdan ayrilamdim, uydagilarimdan ayrilamdim degandek hissiyat bilan shunchalik qo'rqishmish, titrab bo'lolmadim. Anadan keyin ular yana kirgan vaqtida menga hisobini olib kiribdi. Pul urgan, kirgan, iliqi kimga pul urdim, kimdan pul kirdi degandek. Endi buni ichida menga ish kirdim bir chet ellikning nomida. U da chet eldan kirgan pul emas. Ish kirdi. Endi Ürümchida meni import eksport şirketim bor, o şirket mening nomimda. Şirket mening nomimda bo'lgandan keyin bu bankning hisobotimi mening nomimda bo'ldi ekan. Bu mening ismim orqali bank ochildi, shirkatniki ularning kari yo'q-ku, bu shirkatningmi yoki shaxsiyningmi demaylar, mening nomimdagi bank kartalariga kirgan pullarning hammasini kirgan chiqqanini hisoblab, Guangzhoudan urilganmi shu chaqda. Guangzhoudan bir mush yo'ldoshimning bir do'stining urilgan mening kartamga urib bergan shu 5000 qo'ymi 4400 qo'ymi ashta bir pulning hisobi bor. Bu ya bir chet eldan kelmabdi, Guangzhoudan kirgan pul ekan bu. Shu 4400 qo'y pul ekan, shu endi bu sana bu Pokistondagi jiq odamlarning ismining oldiga Muhammad deb boshlandi. Endi Muhammad ismi nimaki u iliqi do'st iliqi xaridormi nima endi uni bilmadim. Pokistonliklar. Shuning bilan Muhammed Palani degandikilar sana bu adam nima uchun pul deydi. Bu mening bizning shirkatda bir narsa olgan ya biz bir qanday qilgan o'xshaydi. Ham yo'ldoshim yo'q vaqtida bu ayolimning kartasiga urib deb bergan o'xshaydi. Bu balkim shirkatning shiyamiz yo'ldoshim bilan elim berim ishlardi. Ba'zida u bizning Jungo bo'lmay qolib qolsa, shu chaqda ishda urib berdi deb ashta deb javob berdim. Ba'sam mo'yliqi rost gap qilib bu adam qanday odam to'lamsa, buni saqlab ekan. Bu adamniki deydi. Bu men bilmayman, men pulni urib berdim, men odamni ko'rib baxmadim. Dedim. Desam shuning bilan ochiqda sana bir Pokistonlikdan pul kelibdi deydi. Endi to'y qilgan odam bo'lgandan keyin men ular bilan muomala qilmay, unda qilsam nima bo'pti dedim. Desam sen bizga yenivatsa, sen bizga vaqtida biz bilan maslashmading deganni qiplab shu qo'y o'rindiqdagi ko'zi bilan ishkalni putangni tiqa deb tiqtirib biliqning ichiga qo'lanni tiqtirib oshning ichiga bog'lab u qisdiga qarang bilakni osh degan uning ustiga mushu o'tag'an padamda mushundoq qisibli qo'ydi deydi rost gap qilmasang men teqimi chingitimiz deb qarang azaldan buni ching qisib etgan narsa u teqimi qissa bu tumirdan qon mangmay rostla o'lib qoldigandeklar deb ashta o'ylab chiqdi. Şunu bilan men rost bilmayman bu ishlarni. Men yo'ldoshimning og'inisi ishonmasanglar telefon urib so'ranglar dedim. Ashta desam, iliqni qog'ozni birdan yuzimga munda qilib qo'ydi. Ikki qatim ishda qog'oz bilan ikki qatim urdi. Rost gap qilib saqlab odam ekan deydi. Saqli bormi yo'qmi? Saqli uning bilan mening munosabatim yo'q. Shu bu yo'q vaqtida kirib qolgan pul dedim. Onu desam bunday, bunu desam bunday. Yana o'tirib birisi o'tadi yashaydi. Da rostda bu saqalli odam kim bu? Bu saqalli odam kim deb men hatto o'zim uning chiroyini ko'rmadim, men bilmayman dedim. Uzoq o'tmaylam qarsam yana o pastda bir saqchi, yana to'pidan bir ikki saqchi tushdi, ularning qo'lida yana o'shanga o'xshash qog'oz material. Uning ichida butunlay sayohatga chiqqan, pasportimningki kirgan chiqqan. Masalan, pasport, mening pasport tujaganda tatib, nanaga borgan, nima ish qilgan.
Aşındaq bir qog'oz bor ekan uning ichida. Shuning bilan men uning oldida mushu sayohatga chiqdi deyli, chet elga chiqdi. Aşı hem mesela ben her kandak seyahatli, chet elga chiqqan ishlarimni sayohat idorasi orqali tejagan borgan. Mesela sayohat idorasi orqali Yevropalarga bordim, Yaponga bordim, Malayziya, Indoneziya, Tayland, Singapur, ashulaq yerlarga hamda faqatlam Jungo yoshlar sayohat umikidan shu sayohat idoralari bilan oshlarning belgilangan vaqtida berib, belgilangan vaqtida qaytib kelgan. Undan boshqa hech qanday bir shaxsiy bag'a yerim yo'q. Sen Pokistonga shaxsiy beribsan qamsa. Deydi qarang, men 10 yil oldin beribman. 2009-yil borganman. 2009. Undan keyin men 3-chi balamni bo'lib qoldi, men bormadim u yerga. Shu borgan davlatlarga nima uchun bording deydi. Men shu chaqda sayohatga chiqqan, yo bo'lmasa chet elga chiqqanlarni tutib so'lab qolgandan keyin men sayohat idorasidan ma'lum o'xshash isbotni olgan. Qachon bordi, qachon keldi, bu nechinchilar berib, nechinchilar keldi, hammasiga hamda qonunliq berib, hech qanday chet eldagi ishlar aralashmay, mashta berib keldi degandek isbotni olgandim. Atrofdagilarni aytayotgandan keyin shuning bilan bu men dedim, uydagilarga telefon qilinglar darhol. Manga shu sayohat idorasi bilan bordim, men chet elga chiqqan bo'lsam, ashlar men isbot olib qo'ygan, shu isbot ochiq bersin dedim. Desam, unda bo'lsa sen Pokistonga nima deb bording deb turibdi. Shu Pokistonga men tuqqan yo'qlab bordim. Mening qonunliq to'yxatim bor bo'lsa, men Pokistonga borsam nima bo'pti? U 2009-yil bo'lgan ish. Men hozir 9 yilda bo'lib qolibdi. Shu chaqda hisoblashimcha 9 yil bo'ldi ish. 9 yil bundan keyin berib baxmadim, borsam sayohat idoralari bilan bordim dedim. Bu jarayonda endi men ba'zida ochchig'imda, qo'rqinchda, ba'zan gaplarda sal ovozim yuqori to'van, men borsam unda bordim degandek sal ovozi chiqib ketgan o'xshaydi. Shu jarayonda endi bularning o'zicha moslashmading sen, men biz savol so'raganda sen moslashmading deganda qiliblar meni qasdanga, hatto shunchalik o'birni qistab ketsa-mu, meni ishga kishi yer osti uyda men dedim, suvni ben bir potok ya bir azroq bir suv beringlar desam dedi. Shuning bilan men ochdim, qistab ketdim, men qanday qilmay desam, meni mo'shtaqli bir yerga ilib qo'ydi. O'birni abay men tasvirlab o'tgan o'birnidagi yerga. Lekin u soqchilarni men chiqib turinglar, men qanday o'tirmay dedim. Chiqib turdi. Anadan keyin lekin endi orqaliq so'raqanida u bir odam bunda o'ssimi mening hojat qilganimni ana ichida ko'ra oladi endi hisobda. Uning ustiga apparat bor. Kim biladi tepidagi apparatlarda hamma narsa ko'rib turamda. Ashunchalik darajada. Shuning bilan bu o'tag'im ekanmi deyilqiyada apparat bor degandek so'raqana butun hamma narsani nima qilib mangdi, xotirlab mangdi bu yer deb boshladi, lekin hojatxonasi shuning ichida. Endi bu o'taq odamni ko'ra oladi, bu hojatxonda hojat qilgan odamni ko'raman deb o'ylaqiga o'tiramadim. Ashta solab qo'ysimmi, atrof qaradim, yana qaradim, voy bo'ldi, men o'ttamsam o'ttamayki bu yerda hargizmi mayli nim bo'lsam deb o'tag'il o'lmadim. Shu kechicha yana savolni qayta so'rab qayta mushu jarayonda endi bir kecha soat 10 olib ketdik deyman. Shu peti heliqi da raskap qil bu pul sog'an kim o va yoki telefon urgan kim o sana. Sen nima uchun chet elga chiqding? Chet elga chiqqan vaqtingda bu chet eldagilarga aloqa qilib vaqtingmi? Qanday chet elda tunishlaring bor? Bu Pokistonga to'y qilgan to'g'rasan, lekin bundan boshqa ham chet elda qanday tuqqanlaring bor? Öndedarda biraz bağımlıti bunun paranlaşkan mı, chet elga chiqqan vaqtida Uyg'urlarning oshxonasiga berib baqdinglarmi? U yerda bir Uyg'urni ko'rib baqdingmi degandekli savollarda bek qayta bo'lindi bu savollar. Hammasiga men o'zimchamda hech qanday bir yuchuq topolmadi bular deb o'yladim. Lekin shundaqdim ular degan shunchalik vaqirab tashlab ketdi. Meni endi hech qanday bir gunoh endi men hammasini aniq deb beryapman hattoki. Menga telefon chiqqandagi ishlarimni yo telefon nomeri deydi va yoki bank hisobim deydi. Hammani aniq deb berdim. Meni opirib so'luvta deb o'ylamadim. Kech soat 10 dan eshib 11 larmi bo'lib ketdi deyman. Shu vaqtda so'roq qildi. Qilib eng oxirida meni shubbi tashlab qo'yib ular uxlag'il chiqib ketdi. Men o'rindiqda qo'lim putim bitdi. Ashunda o'tirib qoldim. Yeliqi yig'lab ko'zlarim, gallarim ishib başladı saat 11 olganda mı? Endi ular damağı chiqib ketdi. Men yana shu Qur'on kitoblarga qarab Allohni noliq qiladim. Allohga
sizning Qur'on kitoblaringizni muşunda yerga tashlab, muşunda xalqda qıvatdı, Uyg'urlarni muşunda tutyapti, ulug' Alloh ekan. Siz töpə turib ko'ryapsanmisiz bizni? Aş titrab bir kecha uxulmadim, aş titildab badallarimda hech qanday bir jon degan narsa yo'q. Aşında tang salik olganda mushtalam endi yig'lab halimdan ketib, mushpadamda shundoq sig'itib ozroq bir soatga ishlab qolibman, atdiganda qop deganda qildi qarsam o'rnini qop dedi, ha deb qopdim. Bir narsalarni ajratib etdi, andiki qo'limga ko'zini sap o'tirdi, ko'zining o'tirdi, so'rab tortdi meni. Ikki qo'lim ko'zda, ko'zining o'tirdi, so'rab tortdi. Shuning bilan oldimga qarab mangdim, nim tatsa dedim, shu tatmay o'zim mangalayman deb ashasam, "Yo'q" deb bir vaqt shuning bilan tepaga chiqdik. Saqchixonda meni o'tiribdi degan yerga. Qarasam bizning uydagi hech kim yo'q-da taladamdi. Bu mis yo'ldishingizning batı demiş ortada. Batı. Lekin xabar ba xabar ba saqchixonaga hatto mening akalarim, dadam hammasi berib turibdi. Meni akatgandilar-chi, buni indab kelmaydi, saqchixonadan chaqirtgansiz. Sizlar qanchalik mishada turib olgansizlar, buning ishini cho'ngaytimiz biz. Sizlar eng yaxshi uyinglarga berib o'tiringlar, bu yerda turib olmanglar saqchixonada. Bir odamni ko'rib qolsak, buning jazosini og'ir qilib o'tamiz. Bir singlam turmasliginglar kerak bu yerda deb bizning uydagilarni hammasini uyga kirgizibdi. Men uningdan bexabar bu bir kecha meni mushunda so'roq qilibmişda, qiynisi bu uydagilar tala turmabdi. Hech bo'lmasa bir saqchixonaga tepaga chiqdim, aylakdan talog'imishda talmirib ketyapman. Uydagilar bormi deb hech kim yo'q. Ham keyin anglashimcha chiqqandan keyin endi anglashimcha mushunda meni saqchixonada so'roq qilibdi. Shu kuni siz saqchixona yarasida men o'tiryapman. Men chiqqandan keyin anglashimcha uyda mening yashangan 78 yoshga kirgan qayntam bilan 7 yilning yaxshisi bilan turyapti. Uyda 3 balam, yo'lishim shu ay bankadan kep bo'g'ichilik endi. Bu uyga ishlarni 7 talmi 8 tal ishni saqchilar ilib kirib, balam ishini ichib tikanlik ishlar degan shu oldiga mushtali kepdi. Kichik balam qutdi bu ishlardan. Uyning ichida hammani puratqizib uyni. Ondan keyin shu 70 necha yoshga kirgan qayntamni biz bunda kang deb qo'yamiz, bunda bir narsa benchang yerim karvatni uylarga yasaymiz masalan. Ashning ustini ostini gilamni qarib, hatto axlat tungdan tortib shu pastga to'kib axlatlarni. Ashunda darajada ashqa uyamning ichini qach qo'ydigan yerdan tortib, axlatlarimni to'kib, gilamlarimni qarib, aqtirmaga yer qolmabdi. Xuddi uy bulang chiqirgandek uyning ichi teshi hammani yerga to'kib ashqa qilib. O'ng'uchilik yo'lishim keldigan yerdan kelib bu nima shub ketdi deb soqchixonning oldiga borsam darhol ket. Sen bir chetallik, sana agar mishada turib birish bo'ldigan bo'lsa, sana texim ayoling jinoyat atildi deb uydagi akalarim urib tutgan yo'lishim hammasini bu yer turmaysizlar, tursanglar buning texim jinoyat atildi deb ashta degandiki bu uydagilar ansirab ketib bo'ldi endi soqchilar dedi. O'zi keldi, yine barda uyga debdi-da, shunchalik endi. Yine barda o'zi uyga, uncha cho'ng yo'q, ketinglar degandan bu uydagilar hammasi bizning uyga yig'ilishib, yo ashada qanday bo'lar, yeri chiqar, mana chiqar degandek yo'q. Shundan birdamda meni saqchixonaga chiqib ustidagi qavatga. Shuninglar u yerda turib meni uyamdagilarni kelmabdi dedim. O'ng'uchilikni mushtali qarsam saqchixonaning oldiga yiliqi men bu mashina deb qo'ymiz qo'yiliq bir jinoyatchilarni to'shiydigan hali keyindimi bunda temir reshetkasi bor bir xil mashina. Shunda mashina kelib qoldi-da, saqchixon jinoyatchilarni to'shiydigan mashina. Shuninglarla men uni o'ylab bo'ldim-da, men bugun mush mashina orqali bir aktivashiyada qulamda ko'zlama amma deong'uchilik deb. To'xtab tur dedi, xili tong soat 7:30lar bo'ldi shu chaqda. Shuni o'ylab qarsam, musha saqlab turdi dedi, deb birdan turib u saqchi, ishchi saqchi qo'lida yana material va qalti mang deb boshladi dedi. Shuning bilan o nagmagamiz endi deb to'sam qo'pa undan deb qo'pib oldiga keldim. Kelsam qor qaltini kegazdili saqchiqanadilar. Shuning bilan meni shu nimaga o'tag'iziblar, mashinaga chiqdim. Ketib boramiz 1 soatdan ortiq vaqt mangdik. Men endi texmi qo'qdim qalti kegizib unda bir hech qanday bir insondan bir şey kelmasin. Uni kelgandan keyin inson zaten meni ötəgil apardık. Biz ömrümüzdə bir cinayətçini olmadı bir şeyə xaltı keygizgünü kömətdik ki, fəqətlə atıdığa vaxtı da
jinoyatchilarning og'zini ko'zini etib qo'ydi deb bilasizlar uni. Men endi unda apmanganda meni hech qanday so'roqmi yo'q, hech qanday bir nima yo'q, meni bir hozir aql apmang deb o'yladim-da, meni etib hozir apirib. Men nim gunoh qilgandim, men ash qo'q, bolalarim ko'zimga ko'nikib bardi, dadam ko'zimga ko'nikib bardi, uydagi ash butun endi ko'rinmay har qanday bir o'ylanish bor. Kechechimi yig'lab ko'zlarim ishib ketgandim. O kunisi texmo iliqi, qutqulamda jonmi yo'q iliqi. Bir narsani o'ylashmi iliqi, bak nima qilib bo'lamadim, endi tasavvur qilib bo'lmaysizlar u qo'rqinchli ahvolni. Shuning bilan bir soatdan ortiq mangandan keyin bir yerga to'xtadi, mashina to'xtab, bir darvozaning ichiga kirdim. Kirsam, xuddi turmaning darvozasidek egiz darvoza, ham temirda, hali qismda mushta etilgan bak egiz darvozalar u. Undaq darvozalarni qanday tasavvur qilsizlar desanglar, Ürümçi yoki bo'lmasa bizning vatanning nargil basanglar bu Xitoylarning haliqi harbiy gazarmalarni ashta qo'ydi-ku, egiz tomlar bilan qapir o'tdi, harbiylar turdigan yerlarni. U yerga kirgan vaqtimda qarasam, hammasi degidek o'ng'ichi beshimdagi avatda qarasam, ishchiga soqchi kiyim kiygan, teshig'a doktorxonaningki xalati bor. Beshig'imi shu soqchilarning kiyimi bor, ashtaq soqchilar yuriydi. Onun içinde men o yani qanday harbiy doktorxona deb o'yladim. Chunki men mush 3-chi balamni tuqqan vaqtimda, mushu balamni nopos qoldigan vaqtida bular bizga DNA tekshirlar, anadan keyin nopos qilamiz deb buni shu 4400 ko'y Xitoy puli to'lab, bu balam bilan meningki quloqdan qonni ilib, o'sha qog'ozga surkablam 3 oydan keyin chiqdi bu harbiy doktorxona deganti. Men shu iniq ashundaqli bir yerdan o. Men bildim bu harbiy doktorxonasi ekanligini. Shuning bilan u yerga kirdik. Kirgandan keyin meni akirdi. Yo'q koridorga kirsangiz, o echinishli ko'rinishni ko'rib bo'lmaysiz. Qanday desangiz, mo'may endi 60-70 yoshga kirgan apashlarmi bor, kichik qizlarmi bor, hatto 16 yoshlik, 17 yoshlik kichik qizlarmi bor. Yiliq mo'maylarning qo'lda ko'ysangiz o'ylab baqqan, sizning opog'ingiz. Ular nim qilgan bilamsiz, ular faqat haj qilgan yoki bo'lmasa hajga berishga iltimos qilgan yo bo'lmasa mush Arabistonlar bilan ko'rishib, mush iqomat hal qilib bo'lsa-mu bir endi haj qilay deganlar. Endi uning ichiga kirsangiz, siz u ijinishli holatni siz o'ylab boqamaysiz. Hammamizning opisi bor endi. Men ko'rdim shu holatni. Hammasining qo'lda qo'ysa, hali ayollarning aş qatırsı otağı uzvetdi bizni, otarız deb. Hamma adam kimdan kelgan bo'lsa, endi ishkidan saqchisi bor. Mening opam 97 tugab ketgan, qarang, mening opam yo'q. Men o opashlarni ko'rib, yurakim o't ketdi. Uni ko'rib olmaysiz siz u holatni. Shuni bilan o'tadi deb men yilqib Muşlarni hammamizni opirib o'ttirtamdi. Birdan xuddi kinolardagi gazni qo'yitib o'tirish yoki qanday bir ayollarni yalang'och qo'yitib bir o't qo'yitish degandek ishlar ko'z oldimga ko'rinib ketdi. Shularni o'chirat saqlab hozir biz o'limga mahkum qildigan o'xshaydi. O'limga shu bir yer akirib bizni o't qo'ydi, yo'miz bir qanday o'ldigan o'xshaymiz deb o'yladim. Apashlar qarab ko'zimdan ming yosh to'kilib ketib bordi. Ağırdı mı kollar o'yladim, gaqig'il qo'ymaydi, birsi gaqima deb. Qo'llar og'irganmidi ash bicharalarning deb ketdim men. Ash ko'zlarida degan ash to'kilib turdi apashlarning ko'zida yosh. O'ylab boqamaysiz endi. Har kimning opisi bor, opisini ko'z oldiga ekansiz bo'ldi. Shuni birdan işte o'tag'izda yenimizda o'zimiz akagan saqchilar bor. Qarsak bu nimish qildiqan ekan desangiz, o'chirat saqlab, birsi kirkasi yana ichiga surildaydi deb ichiga surilmas, yana birisining tugisi yana birisi ichiga surildaydi. Ashunda atdigan biz borganda uyda shu biz saqchiqanda mangan vaqtimizda atdigan shu 7:30 bo'lgan vaqtda deyman. Shu saqchixonaga ishchilar kelayotdi, ishlaydigan saqchilar. Şu endi bir saatdan ortiq mangdiq shungachilik o'chirat o'pdi. Her birimiz bir uyning oldiga kelganda kir deydi,
kirgandan keyin u ko'zning nurini har bir uylarning ichida ham dema barmoq izi 10 barmog'ingizning izini oladi ekan. Mishta turg'izib. Bu qo'lning barmoqlarining shunchalik pastga chiqadi ekan, shunday qilib har bir barmoqni oldiga, keyniga shunday qilib tushirib, boshdan oxirisigacha izni oldi ekan, 10 yilisining. Uning vaqt ketdi ekan. Ondan keyin u yerdan yana bir surildik. Yana surilgandan keyin ba'zi apashlarning hamda bu vaqt nima uchun ketdi desangiz, ba'zi apashlar yana Xitoychini bilmaydi. Ham Uyg'urchini o'rganmagan cho'ng apashlar bor ekanda, hamda hech qanday xat yozishni bilmaydigan, xat o'qiyamaydigan degandek. Ularga shu ba'zan bir gaplarni o'zing bilgan gapni deydi ekan, u mo'maylar endi bizda xat o'qiy oladigan odamga bundaq bir varaq qog'oz Xitoycha, bir varaq Uyg'urcha shikdan nima bor ekan endi varaqcha. Shuningdekini to'xtamay deysa deydigan bir apparat bor, bir mushta yo'g'on bir taqsidakli bir narsa. Shu yerga kelib, shu og'zimizni shu mikrofonning oldiga kelib, shuni bir boshdan deb beramiz. O'qiymiz. O'qigandan keyin mushtaqsiga yaqin akab turib, Uyg'urcha o'qiy olamsan Xitoycha dedi. Menga men Uyg'urcha o'qiyman, Xitoycha o'qiyamayman dedim. Qarasam men Uyg'urcha bir qonundan bir narsalar degandek esimdami yo'q, men nima o'qigandim. Ovozingizni elib oldi ekanda. Ovoz elib oldi ekan. Ha. Sizning ovozingiz har qanday vaqt tunish uchun. Albatta. Shuni bilan yana o'qidim. Uni oz degandim 20 qatim keyin o'qidim. Ondan keyin bu oxiri o'tdi dedi. Oxiri o'tdi degandan keyin u kompyuterda mundala bir belgi chiqar ekan, o'tdi degandek. O'g'uchilik to'g'ri belgisi. Ovozingizning eg'ir yeniki, inchga tom hammasini ashla suzib qandala ahangda masalan endi mening o'ylig'im ovozingizni o'zgartirib bunda bir inchga qilib birsi qilsangiz tunib qolalaydi degan gapda u 10-20 qatim o'qish jarayonida endi bu ovozlarni to'liq unga ap bo'ldi u. Undan yenib ovozni berdik. Onadagi qo'limizdan shu meyadan boshlab qo'lning uchidan qon berdik. Shu chaqda bir kichikli bir qog'oz, michikli bir qog'oz ismimizni yozig'liq, o'shaga barmoqimizdagi chiqqan qonni mishak-mishtal so'kib berdik qog'ozning ustiga. Ondan keyin endi undan yenib ko'zning nurini mushtaqliqi oldi ekan, ko'zingizni yo'g'a echib turdi. Ko'zimizni yo'g'a echib, oyoq qara deb butun ko'zimizningki hamma narsani ashtaq oldi. Ondan keyin yana bir yerga kirdik. Endi bu butunlay tekshirish bo'ldi-da endi uning ichida. Ovoz oldik, barmoq izi oldik, bilakdan qon oldik. Ondan keyin ko'zimizning nuri. Ondan keyin bir uy bor ekan, shu tekshirishxonada. Uni ustida dastlab turdi ekan, o lift o'xshaydi ekan u. Oldiga, keyniga, so'lga, yonga mush qo'lingni mushtaqda turib deydi ekan. Shu chaqda endi qo'limizdagi ko'zni avatib shu tekshirishni qilish uchun qo'limizni ko'zni avatib tur deydi ekan, işte o'r turdi ekanmiz. U doktor anda bir aynakning ichida bir uyning, masalan, ma uyda butun tekshirish asboblari bor. Ichidagi uyninki qapqara aynak var ekan. Qapqara aynakning ichida bu doktor ashning ichida o'tirdi ekan. U doktor ma uyda emas. İşçiler kır deydi ekan, maişikdan biz kirdik ekanmiz. Ular bizni aynakning ichidan ko'rib turdi ekan. Lift o'xshash bir narsa bor ekan, ashning ichiga dastlab turdi ekanmiz. Turgandan keyin bu o'zligidan bu lift oldiga, keyniga, andagi so'lga, o'ngga ashundaq bo'ladi ekan. Shu u qandaq apparat endi men uni tushunmadim. Ondan keyin qonni oldi, sudik oldi. Andik ayollar tekshirish qildi. To'pidan hatto boshqa xil apparatlarni silish orqali ayollar tekshirish qildi ekan. Ashtaq qilib endi bu odamjiq u yerda navbat saqlab endi birdan shularni qilib bo'lish jarayonida oldimizdagilarning qiyirlar, yoshga cho'ng o'g'illar, yiliqlarni deb bulanmasa, mana o'sha kitobni o'qib berib yo bo'lmasa ovozni oldiganga bir imkon yo'qda, ularga cho'qim ular deydi ekan, masalan, men partiyani suyman, degandek 5-6 jumlani o'gitib ashlarga apparatni oldiga kelib, "Ne chiqitdim deysa" degandek, yiliqi bicharalar jiq gap naqamagandan keyin bu apparat yiliqi tonish nisbati bularga sal to'van bo'lib qoldi ekan. Chunki biz jiq gaplarni deymiz kitob o'qiyotganimizda. Ularga yiliqi ba'zan gaplarni deb bersam, yiliqi so'zib bilish ishlari sal to'xtamdi ekan. Shuning bilan ujrat saqlab ketdik. Masalan, xat bilmaydiganlarga
o'qidik. Açtaq 20 necha qatim anandan keyin bu ovozni unga elish muvaffaqiyatli bo'ladi. Anandan keyin bizni bir o'yna ichiga kirib bizning bo'y egizligimizni. Aşındaq müştab bir narsani ismimizni yozig'liq. U xuddi jinoyatchilar burun televizorlarda ko'ratdik-ku, masalan, jinoyatchilarni shundoq turg'izib, bo'y egizligi o'ng taraf tur, so'l taraf tur deb müştab turg'izdi. Ashunga o'xshashlar bizni ashundaq qildi. Shu bu navbat ichida bu endi qanday kayfiyat desangiz, buni ichida endi atrofdagi och singillaringizni, kichik qizlarni, cho'ng opashlarni ana ko'rgan vaqtingizda g'ayib bir ko'rinish endi bu. Bir hech qanday Uyg'ur qolmay hammamiz bo'ldi, tugashdik. Har qanday Uyg'ur mushakir mush ishlarni beshdan kechirmay qolmaydi. Har qanday Uyg'ur qiriladi, tugaydi, o'limiz. Ya hozir bizni bu tekshirishdan keyin nega gapirdi? Ya bizni bir uyga olib o'tni yoqib, benzin to'kib ko'ydirtamdi. Ya bo'lmasa gazni ichiblam, ash burungi kinolarimizni ko'rgandeklar. Shundaq o'tiritamdi biz bilmaymiz. Lekin ko'z ko'rganilam shu bir vaqtlarda Girmanlarning bir kinosini ko'rib, Girmanning nani kinosi ham. Ashundaq bir ko'rinishlar batdi ayollarni bir yerga olib ko'ydirib deb gazidan o'tirish, ya bo'lmasa ashunda o'tirish. Ashulam ko'z oldimga keldi. Biz hammamiz o'lib ketadigandayklar shundaq. Ondan keyin har bir o'chrat saqlab bu navbatlar to'kkandan keyin yana bizni shu chaqlarda kech soat bir 8lar bo'lib ketdi. Ashunda o'chrat saqlab shu vaqtchilik to'nagunki kuni oldingi kunisi bizga ash so'roqda bir narsa bermagancha ertsigimi ash tekshirishlar bo'ldi. O'ng'ichimi bir insonga ya suv ichamsa ya bo'lmasa ma bir narsa degandek gapni qilmadi. O buni kirsak ayol soqchilar ash tekshirish jarayonida bir kun o'tdi. Shu chaqda ayollar doktorxona bo'lgandan keyin o hojat kirman desangiz ayol soqchilarni chaqirdik, ha palani deb anadan keyin hojatxonaga kirdik. Eshikdan qarab turdi qilar. Hojat qilayotgan vaqtimizda hojatxonasi ayrimkan ashunda darajada. U yerdan kech soat bir 7lar bo'ldi. 7 bo'lganda 7-8lar bo'ldi ish qilib. Qarang'i tushdi deyman. Shu vaqtda anadan keyin mening bu tekshirishlarim tugidi. Yana meni mangdi. O'ng'ichilik birdan saqlab turma, natijani olamiz dedi. Ha deb saqlab tursam, ularning qo'liga butun mening o'ylaganimcha endi meningki shu ko'z, quloq hamma narsani tekshirtgan, shu ayb bo'lgan, shular o'lga ayb bo'lgan narsalarni mekin deb o'yladim. Mush narsalarning hammasini meni olib kelgan soqchilarga topshirdi. Anadan keyin meni olib kelgan soqchilar yana o'ng'ichilik endi meni olib mangyotdi, lekin mening oldimda qilib bo'lgan yil opashlarning, singillarimizning, hadillarimizning olib manganligini ko'zim bilan ko'ryapman-da. Endi har birisini olib mangan vaqtini ham juro deb olib mangandikinlar, ya Allah, mush o'tirib turibdim, ya Allah, sizlarni Allohga topshirdim. Allohga hammanglarni Allohga topshirdim deb ichimda asha davatimiz endi hammamiz mangsak, balkim ularmi, balkim men manganda yoki boshqalar manganda ashtaq duolarni qilgandim. Xo'sh. Shuni bilan men mangdim, men mangan vaqtimdimi yana nurg'un ayollar qilib qolgan shuni ichida. Endi men ularga Allohga amonat, bizni nanalar barimiz endi Xudoyim o'zimizga amonat. Ya meni uyga olib qo'yamdi va yoki meni boshqa yerga oparamdi, ya ishimni bilmaymiz. Ya bizga demaydi tushunchi ber. Shu petli mashinaga mang dedi, ma'qul deb oldiga keldim, ashadan keldim deb keldim. Kelsam yana beshimni xaltini kiygizib, yana ishki soqchi meni yetlab, beshimni xalt kiygizgan kechasi ko'ramayman-da. Ondan keyin yana shu mashinasiga olib chiqdi. O chaqda putamda ko'z yo'q, putamda ishkal yo'q endi. Shuni bilan chiqib o soqchixondan yana 1 soatdek mangdik bilmayman. 1 soatdan ortiq mangandimiz balkim. Nega gapirdi? Mening kallamda faqatla bir o'rmonlikning ichiga opirdi. Meni o'tag'izdi, kaynimdan pangla atdi, o'liman, tugayman. Ashundaqli xiyol borda bir o'rmonlikning orasiga ketayotgandek mashin silkelsimi, xuddi bir jangalning orasiga ketyapmiz hozir. Insijin ko'maydigan yerga borib atdi meni. Men tugashdim deb beliq ballam, dadam, uydagilar, qarindoshlarim ko'z oldimga kelib degan u chidog'siz u qo'saq ochdimi, 2 kun tomoq yemadik. Umu hech qanday kallig'im kirmaydi, usudingmi, hech qanday ish yo'q. Shuning bilan shundaq bir jangalda ketayotgandek mashin silkansil bo'ldimi, tag'ning orasiga keldik. Hozirli tushirdi meni, kaynimdan atdi, o'liman, Allohning qishig'i baraman deb ashundaqli xiyol bor. Shu qarsam bir yek akeldi yana. Akagandiki u yerning eshigini mashina to'xtagandan keyin u soqchilar tushib bir narsa degandan keyin u mashinani
kirdiga o'xshaydi. Shuning bilan bir yerga kirdik. Kirgandan keyin u endi meni haqiqiy men yotgan lagerga akapti. Endi uncha qichilik men shu qorong'uda akeldi birinchi kecha endi u yuzimda qaralatdi xalta bo'lgandan keyin men uningki qanday kelganimni bilmayman. Qanday ya u nima u turmimi biz birinchi qatim ko'rdikda unday endi. Shuning bilan u kirgandan keyin meni akagan saqchilar aşağıdaki saqchilarga topshirib berdi. Ash qo'lda bog' materiallarning hammasini yuzimni ichibdi, bir uyga kirgandan keyin mana tekshirish natijasi dedi. Degandan keyin ha dedi. Shuning bilan uni ichida ikki er kishi, bir ayol kishi meni akirgan bir kutib olish uyi demdik, endi mana bir uyga. Odatdagilar ishxona ekan u. Aşağı kirganda shu meni ashlarga topshirib berdi. Bergandan keyin ular o'ttag'uzda o'tiryapman. U kayfiyatni endi har birisi jim o'ylab bu nima ish bo'ldi, u hech qanday ish qilingizga kirmaydi endi. Shuning bilan qarasam u bir kiyimni ko'tarib chiqdi. Xuddi biz doktorxonada basak o'zining bir doktorxonada yasazma kiyim berdi u, doktorxonaning o'zining kiyimlarini. Yataqda yetib qolgandan keyin bilimiz uni o'xshashlam kiyimni ko'tarib chiqib kiyimini maxaltaga sal deb bir xaltani tashlab berdi menga. O'zingni kiyimini menga sal, ma kiyimni almashtir dedi. Shuni bilan almashtiray deb qayerda almashtirmasam o'sha almashtir dedi. Qo'limni ko'zini ayol saqchi evatdi. Ikki er kishi saqchi, bir ayol kishi qarab turadi. Men nada almashtirma deb yiliqi saqchi g'ashta deb ketdim. Nada almashtirmasam o'sha almashtirsa dedi. Maash kisichi desam nima bo'pti bu ikkisi deydi. Bu er kishilar bayda qanday kiyim almashtirma desam gaplas qilib almashtira. Busini uyan emas deb shurida qarang, bu insonning hech qanday bir huquqi, hech qanday bir ayol deb arilib ketmaylar. Ishga er kishi bayada kiyimini almashtir, mishada almashtirsa akilmay bular. Akilmay almashtir. Bo'lmasa yutib ketadi mana ikkisining kiyimini deydi qarang. Har bir Şöyle kaynigime qarab turmi diyorlar. Anlaştır degandan keyin anlaştırmasam mala jitidi kimini hozir. Jitib anlaştır degandan keyin ma'qullar Çok iş çıkarmayın oldu. Ular nima qilg'acha deb aşağıda kiyimimni almashtirdim. Almashtirgandan keyin bir uzun bir koridorga olib kirdim işte. Menyapmiz, qo'lim ko'zi bor kiryapmiz. Shuni bilan shu koridorga kirsam bilan bir xil sisiq puroq. Ajoyib meni obniga kirib ketyaptamdi yoki qanday kiryapman men bilmadim. Bilemedim ben. Şu bir işin açtı, kirdim. Kirsem bir 28-30 dek adam battı onun içinde. Hiç nersini bilmedim, hiç nersini oylap mı bağlanmadım. Bir birinin içine ekirip koyğandakla bir sisimçilik, bek purakçılık, çidap bulamıqdek bir purakçılık bir onun içine ekirip koydu. Qap-qarang'u. Putamni yutkisam lan birisidan putiga tegadi. Shuni bilan kirdidan ma'qul deb kirdim. Kirgandan keyin meni u kunisi hech qanday bir o'chirib turmaslikqa ichidagilarga dedi, tishdagilarga dedi. Men ichiga kirib, 2 kun tomoq yemay, 2 kun suv ichmay, qo'limda jon yo'q.
kallamı joyida emas, mush kiriblam kimning yenida yotdim, qanday yotdim, qorong'ida kirib mushtaq yetiblam yig'i bilanlam yetib adam bormi atrofim nima hech narsa o'ylamaylam yetib ajoyimda yetib uxlab qolibdim. Mushtala shu bo'ldi bu shu o'lamni kutib turadigan ya o'xshaydi deblam. At deganda qop deganda hammamiz qopdi. Qopqandan keyin birinchi bo'lib ko'rgan ishim endi hammasini shu minut sekundga qaramay yuzini yuvib bo'lish deydi ekan uni ichida. Shunchalik tezlam yuzimizni yuvdik. Yuvdigandek men ashlarga o'xshash amal qildim. Atrofga qarasam, apash, doktorxon deyotgan apashlar o'xshash. O'xshash apashlar. Nechisi batdi. Shu men kirgan vaqtim 3-si bormidi, 4-si bormidi, shunda batdi. Undan keyin atdiganda shunda tez yuzinglarni yuvdi deb amal qildi, yuvdik. Yuvgandan keyin birdan turib doğrulash vaqti dedi. Nim doğrulash vaqti dedim desam, hozir shu chaqda endi hozirgi shu virus sababli kiydigan oq kiyim bor-ku. Boshdan tortib ustigacha kiydigan oq kiyim. Ashtaq kiyimni xuddi bizning yezilarda doğru chechadigan bir nasos mundaqliqi yelni berib turib, munda daraxtlarga dar chechadigan ashtaq bir narsani kiyimning to'pidilam bicharalarga men kirib atsi bo'lgan. Shu oldini qildi ekan, keynini qildi ekan qarang bicharalar. U doğru chechib bo'lgandan keyin men bilmayman, men kirishdan burun ular ashta qichishqa qolib yarib ketdi ekan. Qo'llarining orliqlari, jiriqlari, putlari ashunda yarib ketdi ekan ayollarning. Oldini qildi, keynini qildi. Doğruni ashlarning kiyimining to'pidan chashdi. Hammasining kiyimi suv eqibotda ostida. Ma yangidan kirdi deganda menga chashmadi. O bichar ayollar hammasi chir ajoyib turib taxlayapti. Chunki u bir kislotadek endi masalan shu yarining og'ziga kirsa, har qanday yarining og'ziga kirsa, shu bek og'irtib janni qiynaydigan o'xshaydi. Hammasi chiqirib ketdi. Chir chiqiradi. Chashmasi unmaydi ekan qarang. Kiyimning to'pidan turg'izib hammasiga chashqandan keyin u turolmay ketdi bicharalar. Endi u kirgan vaqtimda endi shunchalik u bicharalarning badanlari qichishqa qolib ketdi ekan. Badanning qo'lning orliqlari, jiriqlari degandek. Endi u dorini shu badanlariga, uni ustiga pishib qolgan adam jiq bo'lgandan keyin puroqchilik uning ichi, meynatchilik, shunchalik nachar uning ichi endi. Shuning bilan endi u pishib o'tiradigan darimi va yoki shu yara egizlarni etadigan va yoki dezinfeksiyalaydigan darimi, lekin u badanga shunchalik endi bicharalarning jinini pek og'irtdi endi u narsalar. Shunchalik chiqirib ketdi. Ondan keyin uzoq o'tmay meni ismini chaqirgan chiqdi dema qildim. Meni olib chiqib bir uyga akirdi, yana bir ishxonadek bir yerga. Akirgandan keyin u yerda maxsus chashninki chash tushiradigan, masalan, mushtarlarga tushiradigan mashinalar, qaycha, uchi narsalarning hammasi bor ekan. Uyning ichida bir oppoq patnosning ichida ashtaq narsalar bor ekan, o'rindiq bor ekan. Ishqital. Shuni ashad o'tag'iziblar, u maxsus shu jinoyatchilarning chechini oldigan yo'q o'xshaydi. Meninkini tushirib etmadi, lekin shu tüydilla kesilyapti. Chashlar yenidilla. Nima quliqimning yenidilla. Endi uni ichida ko'rganda bir sanduqning ichida butunlay mushta uzun chashlardan uni siz o'ylab boqqanda mushtal tashlab qo'yibdi sanduqning ichiga. Kimlik kelsa chechini kesib ashunchaga tashlaydi ekan. Sanduqning ichi degan shunda chiroyli uzun o'riglik chash, bug'uqliq chash, hammasi. Uni ichidagi qiyr opashlarning chechidan tortib, hatto oppoq o'rimlik. Shu Rabiya opashning chechini ko'rsanglar sizlar o'ylab boqqanlar yandan kesib qanday bo'ldi. Rabiya opash har doim chechini o'rib yuradi. Shunga o'xshash oppoq chashlarmi bor suratning ichida. Shuni chechimizni kesyapti. Ondan keyin tomoq berdik deb berdi bir o'ylab boqolmaydigan biz tomoq assekmi, tomoqning keyin uchilarini uzib evitimiz ko'ktatlarning
Uççularını ilip evitimiz. Aşındak nersiga xuda kaynaksını koyup o içindeki nersimi, içindeki saylarımı, köktatlarımı pişmagan kaynak suğula koyup bergendekin o üstüge. Aşındak, muamelerini küçük muameleden işkital. O muamemi şundak kattık. Yesiniz mi o acayiplendi. Yine işki gün, sizler öyle bakın işki gün sakçıkanda da ana deyin doktorxana deb 2 kun vaqtim o'tdi. Bir og'zimga gelsamagan adam u tamoqmi üç uyoq tursin, u tamoqlarni yeyalayman deb o'ylamadim. Oldimga kelganda isrof qilayotgan tamoqlarim masalan endi insondarchilikda ishib qoldi deb xotin kishilar ishtik to'kitib solamiz. Shu kundan boshlab men shunchalik adam bo'lib ketdimki, tamoqni isrof qilmanglar deb aytdim. Yega tushib ketgan guruchni terib yeydigan milletimizin aşındak bir esil ananiyeleri battı bulan nimiş ki bu çoğlamışında yer küçük ketken görüşünüm terip yeydiğandı o depti ben şu çak ekende hakiki açlıkның tamaqның rızıqның kadri ötüldü ki aşındak set sunu üstü kaynak sunu üstü gılar sayköktatlarını seplam aşındak berdi. Onu yemisiniz aç kalırsınız, yesiniz yemeysiz onu. Aşın içte bir apaş vardı, çoğu apaş 68 yaş kirken. O apaş muşu həcgi var men dep Arabistan'daki bir neçe adamlar bilen anlamış ikamet doğruluk karanlaşıp ikamet elip bir həcimni kıvarsam. Çünkü bizim vatanda bilisler həcg kılışı çekilgen şahsi həcni. Aş biçerler həcg kıviliş Allah'ın bir tavap kıviliş üçün bosumu aşındak yerlerge berişqa başka fırsat bulmagandakin şu ikamet becerip qılay dep ikamet beceriş üçün Arabistan'daki bir işkisiga telefon urup muş ikamet epersiniz yoki bu qanday qiladi degandek ashlar bilan aloqalashib ketgan. Apaşning hattoki qan tatbiq kesil bor ekan, u uydagi vaqtida qo'shiqqa vokal urdi ekan to'q. Nima deymiz, insulin damdi. U yerga kirgan vaqtida u insulinmi yo'q. Hatta ağızları kuruyduğuluk apaşına, şunçilik kurgak, mişellergeçilik, mışındak alıqı gadala, nimdeymizem demiştak, yerlip kalpikleri, aşında bop kitipti. Deydi, meni kuskum toygan bolsumu, bek tutkularım ağırıp ketmeydi, tutkulamda camma qammedi, kuskum toygan bolsumu, bu keselde azırak bana qiynalmaydi, japatat kuzmaydi, jinimni qiynamaydi, kuskum toygan bolsumu degen gapni aldım. Şunu olan ben özüm yeydiğen tamaqımni, yılıq 2 gün aş, 2 gün su, ya giya bir nas bermegen adam, yılıq hesaptamdı. Qo'saq yetishmi bo'lmaydi menda. Şunu bilan men o özümni yeydiğen aş tamaqımni aş berdim. Yılıq apaşqa, yılıq aş gundupayla qarab turdi degan, onun üstü aparat bayligini içinde. Şu tamaq berginimni bilip qap, men başta onda tamaq birsi tamaqlarını onda bers bo'lmaydiganini bilmayman da onun içinde. Şunu bilan o tamaqımni berginimni bilmeli aş kirgan paytda ur meni. Kirib ertesiga yegan tayiqim bor. Aş rezinga kaltak bilan ostiga besib olib vuri verdi aş dumbilarimga. Şunu bilan men aş yiqilgan vaqtimda mening mushu putamning lipiki burundan tortib chiqib ketdi. Pat chiqib ketib turdi, uni asliga mushta uglab turib joyiga akirdim. Yana bu lipigim chiqib ketdi mening putamning tizniki. Mushta qarilib urgan vaqtida. Hozirga qadar mushu bir psixik kasallikdan onu bilmedim. Turib mush putamni yiliqi saqchi urgan vaqtdagi holat mening putamning lepiga chiqib ketgandagi bir xil sezim kecha uxlasam o'yliq birdan shu saqchi urgan vaqtida putamni bunda qarib lepigim chiqib ketgan vaqt shu kallamga kirib bu bir psixik kasalmi onu bilmedim. Hozirga qadar shuningki asarati bor. Shu kallamga shu kirib oladi. Şunun bilan aş degan ajoyib rezinga kaltaklar urwatıdı iliq yerda. Endi onda yerda saqchilar urwatıdı. Darhol mening ko'zimga yana iliq yerdagi Qur'onlar ko'rinyapti. Bilmayman endi bu mening psixikam buzildimi shu chaqda, bilmayman. Ko'z oldimga iliq Qur'on kelyapti. Allohgam sen Qur'onlaringni mushunda yerga tashildi. Bizdek musulmon bandangni mushunda urwatyapti. Xudo davlatmaylik achchig'imda. Qo'rqib ketganimda Xitoy tayoqning zarbasidan Xudo dedingmi deblam ashada chaqira Xudoringni chaqira deb heliqi yadalik ochiqda Xudoringni chaqir deb yana uryapti. Xudoringni
yomon bo'lsa meni mush ostimdan seni qutuldirib chiqib ketaydi. Sen haqning mushtaqligidan biz mushu kunni ko'rsatyapmiz sana. Sizni urayotganlar, shu vaqtda urayotganlar Xitoymi, Uyg'urmi? Albatta Xitoy. Xitoychiga qilib turib urdi. Xudo degandan u biladi-da endi uni. Xo'sh. Shuni o'ylayliqning ichidan tayoqning zarbasidan badallarim degan ajoyib ig'ir besimdamdi og'rib hech qanday bir o'ng'uchilik ikki ayol kishini so'ratkizib meni yotadigan yerga olib qo'ydi. Yana 2 kundek o'rnimdan qo'polmadim. Tomoqni oldimga keldi. Ayollar ishchanga deb siz kirgan shu og'zimni yondirib tushirib akşamisi kirgan kameradagi ayollarning hammasi sizni aytsa chechingizni tushirdim. Kirsangda hammasi chechib tushirib ayollarmi? Qiz ayollarning hammasi. Kesiklikda, hammasini kesiklikda. Dedimga ash bir eshikning ichida ash oppoq Rabiya opashning chechiga o'xshash chashlar, hatto o'rilgan chashlar, hatto jondan bug'ilgan chashlar ash bir sivat bir qog'oz eshikning ichida turadi dedimga. O'rindiqlar ash satrashxonga o'xshashlar, ashida o'rindiqga o'tirdigan, ash o'rindiqning qo'mi ko'zini sap qo'yib turib, ashunda o'tag'izib anadan kesdi chashni. Doğru chashgan vaqtida chashgan doğru chashadiganlar butunlay o'zining badanini iliqina kiyimlar bilan o'rab resmen virus paya kirgandek. Ondan chashib tushunami? Ashta kirdi. Dal mushu virusni kiyib olgan kiyimlari bor. Men hozirgachilik bir rasm batdim, telefonimning ichida qoldi. Sizga ko'rsatadigandim. Uni shu xuddi hayvonotlar etizliqlarda daraxtlar qurtib ketsa, dadamning chashqinini ko'rganman. Yel berib turdi yandan, mashindaq siqib turib, bir uzun to'qmog'idek bir narsa bor. Ashundaq qilib chashadigan narsa, mush ayollarning kiyimining ustidan chashdi eliklarni. Oldini qildaydi, oldini qildi, keynini qildaydi, keynini qildi. Ashundaq qilib turib, mashundaq qilib turib, oldini qildi, keynini qildi, ashundaq qilib turib chashdi. Anadan keyin 2 kun men yerda o'rnimda qo'polmadim. Shu jarayonda ancha-muncha pichirlab, o ayollarning nima uchun qanday kirib qolganini gap qilma, hech qaysing birsin gap qilma deydi. Apparat bor, sezilib qolsak yana yeymiz tayoqni. Shuning uchun gap qilmaslik uchun shunchalik tirishdim. Endi men 2 kun kiriblam, o'zi ertasigalam yedim bu tayoqni. Bu ayollarni bir vaqtida achikdi, yana bir vaqtida guldirlab kirdi. Bu nima kirdi ekan dedim, o'zim azroq yaxshi bo'lgandan keyin mening ko'zimning misherdan mishergacha ko'kdi shu kuni tayoq zarbisidan. Bir ko'zim mushta ishiq, mushta ko'zim ochilmaydi, yumilib bundan so'ng kichik bir teshikdan ko'ryapman. Ashunda ahvol ostida sal yaxshi qolgan bugun meni sheshichi dedi, ammo qilib bu nima sheshikin deb kirdim. Kirsam uzun bir koridorning ichida butun ayollarni o'rindiqmi yo'q. Butun eski bir simonotliq uy u. Hattoki tuzuk bir siliq sepaqmi yo'q uyning ichida. Qattiq tashlarni chiqib turadigan ashundaq simonotliq uy. U uyningki muallim ashun ichida dars beradigan o'qituvchi deymiz hamda shu qarindoslik o'xshash ma'lumlarni mashundaq ko'mir qafasning ichiga muallimning bir tal jo'si bor, u o'qituvchini andaq shu qafasning ichiga sulab qo'yuqliq muallimi, bizning muallim. Xuddi sizlar yirtqich yo'lvaslar. Oyadiki so'langanlar bicharalar yirtqich yo'lvas. Xudo qafasdan chiqib muallimni yeb ketmasin degandakmi? To'g'ri, dal shundoq. Xuddi biz o muallimga bir zahmat yetkazib qo'ydigandek. O'taganda bu biz ko'zlar o'tirimiz, mushta tizilib o'tirimiz, mushtaqsiga putimizni nim qilib, u ye degan shunchalik so'g'oq. O o'tasangiz shu to'nglab tursiz, uni ishchi bo'lsin, teshi bo'lsin, qandaliya bo'lsin, xuddi parlarimiz shunchalik so'g'oq darajada. Asha o'tirimiz o'tagandan keyin birinchi qitim kelganlarga, yangi kelganlarga bularning so'raydigan savol bor ekan. Aş ders tugidi, mangdigan vaqtida tunegin keldingmi, yan keldingmi deydigan, ha deb kaltaknimda tutib turgan. Yan keldim degandikilla chiqdigan vaqtida, ha Allohga ishonamsa, Xudoga ishonamsa deb o'sha deydi qarang. Degandan keyin bu gap ajoyib bir ig'ir gap bu. Bu Xudoyim saqlasin, nauzubillah, Allohga saqlasin. Bu Alloh Xudoyim qo'ydaylar. Bu gapni degim yo'q. Bu yo'q degan gapni deyish bu ajoyib bir ig'ir gap bu. Buni endi biz musulmon bandasi bo'lganmiz, buni hech kim o'limizga demaymiz. Deymiz. Shundami, to'g'rimi? Ming oldimizga pichoq kelsin bu gapni deyamaymiz biz. Lekin shu deyamagan, lekin ura ur.
yana shundaq yedim tayoqni. Shu so'rgan savoliga bormi yo'qmi deganga yo'q deb javob berolmay tayoqni bak yeb ketdim. Ichga kirganda shu Hajim opash ashta dedi, balam jinim balam og'iz ishtim bo'lmaydi, Allohni ishimizni bilayli. Ashta dedi, yaratquchini ishimizni bilayli. Bo'ldi. Endi bu zulmning ichida endi bunchalik tayoqni yeb bizga Allohning bizga salomatlik kerak. Biz saqib olib bek cho'ng tövbelarni qilamiz, cho'ng ishlarni qilamiz balam. Bo'pti dang, menga boshda birinchi qatam yo'q deyish diyamay og'zimdan chiqaramay men yegan tayoqni. Lekin Alloh yegam saqlaydi. Og'zimizda ashta demasak bo'lmaydi balam. Chiqqandan keyin har bir chiqqanda minut sekund turmay shu Allohga sig'inib biz o'zining borlig'ini nima qilamiz siz nima desiz ashtaga bo'ysuning deb ashta dedi. Shundaqdimi ikkinchi qatimda ashuncha natisi dedi hamda uning ichida. Javrang ishtimamaydi, Alloh yegam saqlaydi bizni edi. Xo'sh. Degan vaqtidami xuddi jang maydonidasini birsini o'tirayotimiz bo'lmasa manda ya bo'lmasa miq sanjalgandek, pichoq sanjalgandek bir yerlaringizga. Ashundaq ahvol ostida yana ishingizda ming qitim shu yana Allohga Xo'sh. Haqiqatan ig'ir. Ming qitim Allohga ichimizda bir tavba qilib Allohga og'zimning yili Xitoyim bizda shunday holatga kelibdi. Bizni kechirit Allohga deb ming qitim ichimizga bir bek tasti chiqadigan gapga bu ig'izdan ajoyib tasti. Bu yo'q degan gapni deyish bek tasti chiqadigan gapga bo'lib to'satilib bir yalak akirib solab qilgandan keyin bolalarim ko'zimga ko'rinib ketadi Allohga. Yalaqi kichik bolam yuzini silimiga uxlamaydi 5 yoshga kirgan bolam. Ko'z oldimga shuni kelyapti. Shuni o'ylab qapoq nima deymiz endi ko'zning ichiga qarab turib Allohga sen meni kechirayotgan deb turib yo'q deb ashtal javob berdim. Shu birinchi qatimda kirgan vaqtda ashtal so'raydi ekan, ularni o'rgatgan darsiga nima desanglar, men mishaga chiqqandan keyin ana degan sizlar xabar topdinglar, bu axtash kitob chiqibdi, ammo degandek. Buni deyishi sizlar Uyg'urlar asli islom diniga itoat qilmaytinglar. Bu Arabistondan sizlarga kirgan bir yuqumli virus. Sizlarga mushundaq bu chet eldan kirgan bu virus orqali sizlar viruslandinglar. Bu ishchilarga diniy nima kirdi, virus kirdi sizlarga. Amaliyotda biz bu dinga itoat qilsak bo'lmaydi. Jungoda hech qanday dinga itoat qilish bo'lmaydi. Junxo xalq jumhuriyatining fuqarosi bo'lish sifatinglar bilan hech qanday dinga itoat qilmaysizlar deb ashundaqlar dars o'tdi. Bandiki xalsucha. Mu Xi Jinpingni hattoki haftada bir qatim har juma kuni Xi Jinpingni madilab Uyg'urcha yozasan Uyg'urcha, Xitoycha yozasan Xitoycha deb odat qarindosh qalamni ashta tutqizib qo'ydi. Ya'ni Xi Jinping xuddi nima deymiz endi bu Xi Jinpingning bir men ashta o'yladim bu bek ig'ir kasal odam bu Juhud Xi Jinping ashunda bir kasal bo'lmasa o'ziga ham qartib hamma odamni insonni mushundaq bir narsa yozdamdi deb shu xat yozg'ichilik boshida kallangizga kirgan sizniki. Bu bir normalsiz bir odam bu. Hech qanday podshoh o'zini maqtatqizib, hech qanday mundaq qilmaydi. Bu bir jallod. Shu chaqdilar har bir qatim yozsalar kunda shu gap, kunda shu gap. Shuning bilan shu bir ikki qatim endi uni ichiga kirgandan keyin u mush chet elga chiqsam xalqlar davatidiki davanchingda hammadan cho'ng nimba lager bor dedi, lekin amaliyotda bu har bir rayonning o'zida o'zlari ishlatmaydigan hukumat binolarining hammasini bular lager qilib ashunda tez yusunda mushlarni lager shakliga akilib solab yo har qanday narsani ashunda qilib bo'ldi degandek endi. Shunga men uni ichida ko'rganlarim uni ichiga kirgandan keyin men o'zimning tavalligidagi lagerga kirib yotdim. Moyoq qarsam yondagi qo'shnim, oyoq qarsam oshxonadagi oshxonachilarning xotini, moyoq qarsam kebabchining xotini, moyoq qarsam navoy, hammamiz birimizni tunishadiganlarda hamda uning ichida. Anonchilik bizning mahallada bir ayol botdi. Endi u ayol har qachon haramga yurib haj qilib kelgan ayol. Ayolni hamda u kunda ikki qatim odam yotkash bir odamni maxsus bir yerga
qo'ymaydi bularni. Xuddi ishini bilib ketdi, oshkorlaydi demdiki, pat-pat odamlarni almashtirib bizni meni ayaga, animiyaga. Shu bir kunisi mening ma'lamdiki ayollarni juydigan bir ochimiz vardı, bu ochash u Raziyami ismi ashunda unutib qoldim men hozir. Shu ochimiz endi butun rost desam mening opam tugab ketgandim, opa shugan deyman. Ayollarni juyish, kepallash, ashta ishlarni qiladi endi. Bu ochashdi endi. Shu ochash bilan bir kameraga kirib qoldim. Endi u ochashni tuyuqsizda so'roq qilmoqchi bo'lib chiqib ketdi. Azaldan uzun kiyim, yuzini yepib, mashundaq yuradigan yuzini bizning vatanda tuzuk yepish vaqtlari bek uzoq bo'lib ketmadi ku. Hech qachon bizni bundaq bir hijoblanishga biz qo'shilmayli kelgan Xitoy bu. Shundaqdimi u ochash endi haqiqiy islom yusuni bo'yicha uzun kiyimlarni kiyib ashta yuradi. Shuning bilan o bir kunisi u ochashni mening biz tug'an kameraga yetkazib qoldi. Yetkazib 2 kundan keyin bu ochashni so'roq bor deb achib ketdi. Achib ketib, mush ulaman holatda akab qo'ydilar ochashni. Heliqi ishdan akirib tashlab qo'ydi. Heliqi yig'layapman, ming yerimdan xuddi o'zimning ochisdak bir malda tug'ilib, bir malda tug'an endi, lekin u ochash bir malda tuduq. Lekin endi u ochashma bir yerdan ko'chib kelgan 15-20 yildak bizning malda tug'an. Shuning bilan u o'zim bir malda tug'andan keyin men ochashdan shunchalik azroq yiqilishib turib u ochashdan so'rdim, voy endi ahvol so'rgandek bo'lib pichirlab turib so'rdim, voy meni yalang'ochlayapti, qip yalang'och qilyapti meni deganini angladim. Ondan keyin ash gapni deb berdi. Ondan keyin men u ochashni yalang'ochlab nima qildi, nima emas, shu anadan keyin ashtal dedi, voyjon yalang'ochlab nima ish qilganda bu ochashni dedim. 2 kundan keyin sal o'shalganda pichirlab deb berdiki, meni yalang'ochlab qo'yib turib, qo'llarimni ishkiyaga bog'lab qo'yib turib, qip yalang'och holatda meni zanjir bilan urdi, inchik zanjirlar bilan, pidaylar bilan urdi deb qo'sqin asta ko'rsatdi. Xili yosh endi bir 45-46 yoshlarga kirgan ochashdi. O badallarini ko'rgan bo'lsangiz, qonlari mashundaq, yerilib ketgan terilari ashunda bo'lib ketibdi. Uni ashunda bir nimani ko'rdim. O ochashning endi u ahvolni hozir tasvirlab berolmayman. Endi uni endi uning ichida YGRG Sanji deydi qarang. YGRG Sanji degani 1-2, 3-daraja degani. Bu biz mushunga o'xshash, mush ochashga o'xshash va yoki menga o'xshash shu Allah deb salgan bo'lsam u yijiga kirdi. U demakchi 1-darajalik zaharlanguvchi degan gap. U 1-darajalik zaharlandi degan gap nimadan zaharlandi? U dindan zaharlandi degan gapga. Dindan dedim haqiqiy bunda bakroq dinoyati kuchliklarni yiji, RG, Sanji qilib Sanji deganlari ancha bakaliqi e'tirof qilmaydigan, hech qachon bir bu din to'g'ri qatnashib baxmagan, lekin ba'modisi ba biz o'qib baqqan, ya bo'lmasa bilib baqqan degandek odamlarni ashunda o'xshaydi. U ochashmi menga o'xshash. Meni tayoq yegan kunisi meni yijiga chiqarib qo'ygan bola, ochashni azaldan yiji deb agar mush ishlarga vaqtida shu din to'g'riliq, dindagi kallandagi din nimasini chiqarib olsang, sen asta arjiga tushsa, sanjiga tushsa deb ashundaq bizga dars o'tidi. Har bir qitim bo'lganda shu hattoki vaqirab turib ders tükkan vaqtida bütün ayollar vaqirab turib so'raydi. Vaqirab turib so'raydi, Xudo bormi deb. Yilqiyada endi yo'q degan gapni anglab, endi hammamizni bir tutash ashla degizishga urindi bular. Hammamiz o'rtaq ash gapni deymiz. Anadan keyin nima deydi odam? Na'uzu billah, Allohim saqlasin. Xudo bormi yo'q degiz bo'lgandan keyin Shi Jinping bormi deb baqiradi. Ularni biz siz o'ylab boqing. Kim bilir kimni silishtiryapti deb yana so'ylab boqing. Bir yaratquchi bilan bir bandani silishtiryapti. Şunu hammamiz o'rtaq uningga
endi o'zimizni deyishvag'ini bo'yicha Alloh egam saqlaydi, Alloh egam saqlaydi deb turib, aşağı ba Xi Jinping bor, Xi Jinpingni qilib berayotganini biz ko'ryapmiz ko'zimiz bilan. Nima ish qilib beryapti biz hammani ko'ryapmiz, lekin sizlar o gaplarni deyamaydi ekanman endi. Xo'sh. Ashta qilib 2 oyning ichida bir qatim meni bir yana qaytadan bir so'roq chiqdi. Chiqib mushu sening yo'ldoshing bilan tanishgan vaqtingda sana din dars berganmi yoki seni menda o'rinib shu deb vaqtimi sen chet elga seni chiqqan vaqtida seni ashadagi madrasalarda o'qitganmi va yoki dindan dars berganmi degandek. Endi biz kirib uzoq o'tmay bu savollarni so'ragandan keyin biz albatta unga yo'q men o'qimagan uni o'qiganimizni yushirib yo'q unda bo'lmagan bunda bo'lgan degandek gaplarni qildik. Endi u yana ichida osh qilish jarayonida osh yondagi uydan osh o'g'avolining ovoziga qiynayotgan ovozi endi meni so'roq qilgan uyning yenidan osh ovozlarni apa aşındaq apa deb yuğan adamlarning ovozlari apa sen nerede apa aşındaq ovozlarni anglab tursiz endi u uyning ichida bir so'roqxona lekin atrofdagi ovozlarni siz endi men to'lisi oqshimisi uxlamayman diqqat qildinglarmiki to'rda sizlar hammanglar men hozirga qadar ashyadan chiqqandan yoqsi atdigan soat 6dan faqat soat 10gacha 9gachaliklar uxlayman undan boshqa vaqtlarda uxlayolmayman men kechacha ashyadan chiqqandan yoqsi eng cho'ng shu menga kelgan ish shu faqat kechasi uxlayolmayman uxlasamlam shuning ichiga kirib qolgandek va yoki har bir qatim bak to'la ash vatanga ketib yana meni saqchilar tutib olib yo qachonmay yana ash qaytadan ash lagerga kirib yo bu qatim o'lim jazosi menga hukm qilinib ashtalib tushib kerakman shu turmaning ichidami ashundoq meni necha ikki qatim ashta so'roq qilish jarayonidan yandiki uyda yandiki so'roqxonada er kishilarningmi ashundoq so'roqlarga elib berilayotganligini ashlarning qiyin qistoqlarning ovozlarini anglab turdim shuning bilan shu jami u yerda turgan vaqtim shundoq kunda mush ishlar qaytalanib bevosita bir odamning o'likini o'lib so'rilib olib chiqib ketganini men ko'rmadim ko'rganimni ko'rdim deyman unda ko'rmagan bo'lsam ko'rmadim deyman manga shu bir ko'rganim shu ochimizni har qanday buyum ochimizni shu qip yalang'och qilib urg'inni manga deb berdi yalang'ochlab qo'yib turib urg'inni anadan keyin men shu so'roq jarayonida yandagi uydan bolalarning uyg'ur bolalarining uyg'urcha shu qiynashlarga bardoshlik berolmay uyg'urcha yo'g'on ovozlar bilan baqirgan ovozlarini angladim anadan keyin bir cho'ng opashning shu kesili eg'ir shu aylanib qiliblam shu bitti so'rab chiqib ketdi unidek akrimidi u opash o'lib ketdimi va yoki boshqa yerga o'tkirildimi uni bilmayman u opashmi 65 yoshlarga kirib qolgan 65-66 yoshlarga kirib qolgan bir cho'ng opashdi ashning ichida aylanib qoldi uni olib chiqib ketdi u xotinini aylanib qoldi shunchalik biz mishtaq besib mishallarni uglab mishtaq qilsaqmi joyiga kelmadi qilgan bilanlar yo'q hech qanday men unda og'iz ichilib qolganda men endi o'ylayman u shu chog'da o'tib ketdimikin deb o'ylayman lekin hozirga qadar u hayotmi yo qanday uni men bilib bo'lmadim bu ko'rgan shohidlarim shu endi uni bir boshdan deb kelsak bu bir kunlik turmadagi hayotimiz bizning 10 kundami tugab bo'lmaydi shunday ommaviy hojatxonada endi shunchalik u bir hovuzning ichiga kirsangiz sesimchilik bir hojatxona odatdagi yezilarning ichida suv tushmaydigan bir o'birnilar bor shunga o'xshashli bir yer hatto u o'birniga qilib bo'lgandan keyin suyimi yo'q bir tal bunda latiga bir to'qmoqni bunda nim qilib qo'ygan chigivatgan shu tushkiga mushtal etib qo'ymiz puroq chiqmasin deganda qilib bo'lmasa shundoq sesimchilik puroqchilik kasal qichqoq shundoq bir uyda 2 oy 62 kunni o'tkazdim 62 kunisi bo'lganda shu meni o'ng'uchilik nurg'unlari chiqdi 62 kun bo'lganda meni sen bu yoqqa chiqdi deya qilib chiqdi bu jarayonda hech qanday oilangiz yo yo'ldoshingiz hech biri sizlarni ko'rishmadingiz
ko'rishamadim. Hech qaysi bilan ko'rishamadim. Hech qaysini ko'rishtirmadi. Hatto uyamdagilarmi mening nada ekanligimni, bormagan soqchixona, bormagan davanchingdan tortib har qanday yerga berib qo'yibdi. Bu Ma'lidagi soqchixona uyingizdagilarni deb bermabdi yani. Sinab ketdi. Yo'q demaydi, hech kimga demaydi. Nada ekanligimizni demaydi. Hech qanday demaydi. Nada ekanligini, nima ish qilganini hech qanday demaydi. Demabdi ham uydagilarim kunda degidek u yoq bu yoqqa qatirab hech nadan javob beramabdi. Uni depasak bo'lmaydi deb. Siz aslida lagerga kirib ketishdim o'tgan soatlik programmamizda bu Xitoylarningki butun qilgan ishlarni mayli bayroq chiqarish bo'lsin, mayli majburlab uyingizga hatto kichik bolangizdan tortib bu Xitoy nejislarni olib kelib tuqqan qilib sizlarni. Shuning hammasiga moslashib kelgan birisiz hamda. Sizni boshda aytganda shu chaqirishlardan hech qanday bir bahona sabab ko'rsatmadimi boshqa? Yo'q, hech kimning masalan ya sen o'g'ri ya yanchiqchi ya hech qanday gap yo'q. Bularning endi mening xiyolimcha bularni endi mushta bir santosh to'shqizish uchun masalan ma oyda manchilik odamni tutamiz, ma oyda manchilik odamni akrimiz degan bo'lsa, ashta santosh to'shqizish uchun. Bunda xabarlarni ilgari biz bergan tiqam butunlay shu yuqoridan buyruq tushadi ekan, shu mahalladan har oyda manchilik odamni tutib bo'lishinglar kerak deb buyruq tushadi ekan. To'g'ri, shu sanni to'shqizish uchun aşağıdaki lalmalardan tartib Manqurt Uyg'ur saqchilar va shu yerda ishlayotgan boshqa Xitoy tajovuzchilari hammasi shu sanni to'shqizish uchun oldiga kelgan azroq bir narsa chiqara olmayman deganlarning hammasi qarqi yo'q. Tutulganligi haqida ma'lumotlar bor deganimi? To'g'ri. Shu mening shu o'ylig'im, mening shu san to'shqizish uchun men akirkatdi deb o'ylayman, bo'lmasa menda hech qanday hatto mening shu yo'lishimdan tortib shu meni chiqish jarayonida debdi, ya meni qulamga bir narsa beringlar. Haqiqiy jinoyatchi ya gunoy bo'lsa, ya bu o'g'irlik qildi, ya bir bulangchilik qildi va yoki bir qanday qildi, aldamchilik qildi degandek bu nima gunoh qildi? Bu oilada 3 balni beqib uyda o'tirayotgan ayol buning nima gunohi bor? Nima uchun akirkatdinglar? Hech bo'lmasa qulamga bir narsa beringlar. deb deb tutdi. O biz turmadagi vaqtida rastlaqi bizga dediki, sizlar mishada yaxshi bizga moslasanglar, yig'lamay, qoida qonunlarga rioya qilib, anda nima qilsanglar biz sizlarga bizga shuning ichida 100 nomer berdi. 100 nomer. Bu oldin qatim men sizga ko'rsatgan bayroq chiqarishdagi 100 nomer bilan lagerning sirtidagilarga 100 nomer, lagerning ichidagilarga 100 nomer. Men bu vaqtimda mushuni chiqargan bo'lar. Dediki, sizlar agar mushu 100 nomerga loyiq mushuning ichida moslashib qilsanglar biz sizlarga oilangizlar bilan kamerali ko'rishtirmaymiz deb. O kamerali qanday ko'rishtirdi desangiz, bir taraf aholi rayonidagi shouchi deymiz, hamda shouchining ichida shu yo'g'on televizor bor, televizorga shu lagerdagi televizorni ulab kompyuterdan andi. Biz bu yerda o'tirib ko'rishir ekanmiz, oyda o'tirib ko'rishir ekan. Endi men bu vaqtimda hech qanday inson uydagilarni ko'rishamidi, lekin men sirtga chiqqan vaqtimda ashundaq bir ko'rinishni ko'rsatadigan bir ahvollar yuz berdi. Hattoki atrofdagilar urug' tuqqanlari men chiqqandan keyin menga nurg'un narsalar imzo qo'ydirdi bular. Taloq chiqqanda buni ichidagi hech qanday gapni demaysan. Biz seni silah tariqasida qo'yib atdik. Agar birisining og'zidan mushadiki bir ish to'g'riliq gap chiqib ketib qolsa, sen qaytib kirsa degandan keyin men sirtdagilar hatto chiqqandan keyin nurg'unlari o'lishib, akamni ko'rdingmi, achamni ko'rdingmi degandek gaplarni ashunda so'rasa men bilmayman, bu to'g'riliq gap qilsam bo'lmaydi degandek gaplarni javob berardim. Men chiqqandan keyin bu turmaning ichidagilar, tishdagilarga 200 nomer berildi. Bu shuning bilan o ichidagilar hech qanday qonun qoidaga rioya qilsa, andagi tishdagilar Xitoy tuqqanlar bilan yaxshi o'ssa, anadan keyin bayroq chiqarishga chiqsa, hukumat qil deganni qilsa, Shi Jinping to'g'riliq maqolani jihyatsa, millatlar ittifoqligi to'g'riliq maqolani jihyatsa, anadan keyin bu 100 nomer tishlik odamning urug' tuqqanlariga 100 nomer berildi. Lagerning ichidagilarga 100 nomer berildi. Bu lagerning ichidagilar bilan urug' tuqqanlari ko'rishdi ekan. Qanday ko'rishdi ekansiz? Bu lagerning ichida bir kichik vaqtlarimizda bir rasmxonlarga kirsak, bir tog'oqni bir jipga chigib qo'yib qo'yadi. Rasm tushmoqchi bo'lsangiz, aynak qarab charsirg'ingizni tarab, yo bir tal kichik ufpa anglik degandek narsalarni qo'yib qo'ydi. Hech bo'lmasa rasm tushishdan burun azmuncha o'ngshilib ko'tarib kelmagan bo'lsangiz, anadan keyin siz rasmga tushyapsiz. Ashunga o'xshash, shu lagerda ichida bir ikki tal ishchilarning hozirgi shu ishchilarning kiyimlari bor, chiroyli rangli, erlarga ko'k chapan, ayollarga qizil bir chapanni kiydiga, issiqlik qiltirdiga, kim uydagilarni kameraga ko'rishmoqchi bo'lsa, ufpa anglik
lavsuruq, tağaq aşlaq narsalar bor gap. Aşlarni kiyib turib uydagilar bilan anadan keyin teshliklarning 100 numar to'ssa, ishdagilarni qonun qoidaga rioya qilsa, anadan keyin sizni sho'chidagi apparat orqali uyingizgalarni ko'rashtirdik. Ko'rashtirgan vaqtida uning ishdagilarga qattiq tuzum bilan hattoki ko'z ishorati yoki yig'lab va yoki ishorat orqali chiroyingning ifodasi orqali sen uyingdagilarga bu yerdagi jaforingni demasliging kerak. Uqtirib qolsang bundan keyin sen uyingdagilar bilan ko'rishish fursatың yo'q bo'ladi deb ashunda qildi ekan. Men chiqqandan keyin bir necha oiladagi qo'lim qo'shnilarim uydagilarni ko'rashdi. Ko'rashgan vaqtida o nim kiyyapti deb bunda so'radimchi endi qanday kiyim bor ekan deb. Men kiygan kiyimimni bilaman dedi. So'rasam qip-qizil bir kiyimni kiyyapti, toza uchuq ko'qni suryapti. Biz bu yer bak yaxshi, anda dedi, manda dedi deb ishchimda degan ajoyib ishda bu ikki xil sahnada bu endi shunchalik kino qo'yish ustikan bu haq. Men bilaman kimning ashun ichida borligini. Men chiqqandan keyin ashlardan so'radim. Qisam qip-qizil lavsuruq suryapti. U men ko'rishamayman-da ular sho'chiga chiqib ko'rishib keldi ular bilan. Qanday kiyim kiyyapti desam qip-qizil kiyim kiyyapti deb erlardanmi so'radim. Masalan, erlar kirib ketgan tuqqanlardanmi, qo'yilgan qo'shnilardanmi. Bir o'g'lingizni ko'rashdingizmi? Sen her sho'chidan ko'rashtirdi. Nim kiyyapti desam ko'p shundoq rangli, chiroyli kiyimni kiyyapti deb. Shuningda qandaqroq ifodasi, mana bir yig'ildimi desam, yo'q. Hech qanday yig'ilmadi, men yaxshi o'zingni asranglar dedi deb. Shunchalik bir ko'rish vaqtimizga qo'shilib ashun ichida cho'qim sen mushu qoida qonunlarni yodlab bo'l, yo bo'lmasa o'qib bo'l, yo bo'lmasa mushu qilib bo'l, anandan uyangdagilarni ko'rishsa degandan shu 100 nomerni to'shqizib alaydan uydagilarni ko'rashgan vaqtida yana ashunda sahna Xitoyning ashu yolg'on sahnasi orqali ufbanglikni surib, chashlarni tarab, kiyimlarini kiyib anandan uydagilarni ko'rishtirdik anga. Shu bika o Uyg'urlar hozir deb bayroqqa chiqmadi, ya aktiv nima uchun aktiv? Birimizni ayada qiynatdi, teshliklarni teshiga nomer qo'yib, ichidagilarni ichida nomer qo'yib, 200 nomer qachon to'shqanda undan keyin ko'risha olasadi. Ya Rabbi. Endi taxi ma bir satishdan endi bu endi hech qanday odam o'ylab boqolmaydi bir ish bo'ladi. Qanday siz men turmadan chiqqandan keyin men mushaq mangdigan vaqtimda turmaning ichidagi yigizgan dori bilan vukullar qilib qolibdi. Kunda yigizdigan dorilar yigizib bo'lib, xafamanlar ba'zilari oldi keyni bo'lib qoldi, bu kallama joyida emas, hayajonlanib qoldi bazroq. Uning ichida dori yigizdi, dorini yigizib, mush quliga kiygizib oldigan bir palay bor edi. O dorini akildi, yigizdi, bir quliga mush palayni mudalik siz kirkitdi ekan qulingizga. Mushunda yumbalaq o palay bir mush qo'lg'ili keldi. Mushta tiqibliq og'zingizga ichiga qo'lni tilingizning ostiga tiqidi qarang. Mushtaqsiga. Yedingmi, yemadingmi deb mushta bir cho'bilib deb. Andiki uni mundalik tashitdi, andiki yana birini oldi, yana kiygizdi, yana ashu har bir oddar ishtimidingmi deb og'zingizga tamoqqa har bir odamga bir qatimliq kiydigan palay mush qo'lg'il kiygizdi. Men rasmini mush telefonda qo'yib qopti. Ashuni tepib muxbirlarga ko'rsatdim men. Mushu har birisini kiygizdi olab, og'zining ichiga, tilning ostiga, ustiga tamoqchilik qildi, buni ap tashitdi. Ashunda qilib, kunda doriga yemagini tekshirdi. Ondan keyin ashun ichida men 62 kun yotib, 62 kun jarayonida 3 qatim qon berdim. 3 qatim qonimizni oldik. Mening azaldan bu inson deganligi badanning yo'g'on ya bo'lmasa bunda semizligiga baxmaydi ekan, menda azaldan qon azdi. Yine her bir kanı aslam, yine küçük vaktimizde gördüğüm Xitoyning bir So'ngokong degan kinosida qon sho'rg'ishlar. Yine qonni bo'lgandan keyin nimalar aqirib ketadi, So'ngokongning kinosida qonni sho'rvasi, qalblardan tatib aqirib ketadi qon sho'rg'uvchilarning, sho'rg'anlarning. Ashning o'xshash his qilasiz o'zingizni. Bugun manchilik oldi, yana qanch, yana azazdan buchu bir asti xarakterlik odam o'tirishgan deb o'yladim men. Endi bu hozirga qadar o og'a vaqtida shunda uzoq vaqt jilni turdi qo'lingizda. Shu uzun potoka, shunda cho'ng potokadan 8 ga 10 ga ashunda olib ketadi deb o'ylayman. Az bo'lgandim 10 ga alammikin deyman. 10 dan osimiz o'ylab baqing u xili cho'ng potoka u. Mening azaldan qinim az qon og'andan keyin texmo menda jonsizlanish, ya'ni futbolda jon qolmay titraydigan, yurak saldigan ashta ishlar bo'lib ketdi. Ularning kari yo'q uning bilan. Burunqi masalan apashning shu to'satdan aylanib ketishlari, to'satdan o'shdan ketganliklarining hammasini men ash qonni jiq avitib, qonsirab o'ldi deb ashundaq
O'ylayman endi u başına shu o'lib ketganlik sababini. Qansirab Her gün ketgan, qancha qon ojiz doğru bo'lsa. yeyizdi? Kunda bir talat deganda. Tablet doğru mu? Ha. Voy bizaniki yo'q, tablet emas. Biz og'rib qolgandaligi aspirin degandek dori bor, oppoq unliq dori. Unga o'xshash dori. U mundaqiliqi bir sulyo, qattim emas u, sulyo mushtaq. Mushto bir benzi sulyoning ichidan chiqadi ekan u. Mushtala qapning ustini mushtala mundala xashosini evitiblam ana degan og'zingizga soladi. Saplab suvni berdi, ichdingmi, ichding. Ana degan mush qo'liga bir palani kiydi, og'ziga qo'lini chiqib tekshirib. Bu doğrunu ishgandan keyin nimani his qilsa masalan? U doğrunu ishgandan keyin siz hay bedende bo'lgan o'zgarishlar masalan siz his qilgan. Xomush bo'lib qoldi ekan. Bir xil buni Gulbahor xonimmi jon yo'q. Suhbat o'tkazganda deganda Gulbahor xonim xo'sh. Jon yo'q futbolda bir iliqi bir seg'inish yoki aslash degandek narsalarni kechiradigan o'xshaydi u. Hech qanday ishni o'ylamaysiz. Masalan, uyingizda bolangiz qoldimi, dadangiz qoldimi, nima qoldi? Xomush qilib qo'ygandan hech qanday ishni eslamaysiz-ki, hech qanday ishni eslamaysiz. Xuddi iliqi nima deymiz, futboldagi jonni yo'q qo'ydi ekanman, kuchni. Ya balkim boshqa maqsaddan badanimizda kuch qolmaganda, balkim tomoq yaxshi emas. To'sa shunday yaxshi yeb ichayotgan odamni to'satdan uyaga kirayotgan ekan, tomoq yaxshi bo'lmagan ekan, qonayotgan ekan, ashtaq badanimiz ashtaq ojizlashib ketdimi uni bilmadim, lekin o dani ishgan ekan, futbollar titrab bir xil mag'dursizlik, xomushlik, ya'ni ochiqnimi kesitam degan deyman u to'g'ri endi. Ashunchalik darajada kuchlikmiki, ya'ni bir narsangizmi kelmaydigan, g'azab bir xil bo'ladi inson deganda bunda bir ochiqlanish degandek narsa, ashtaq narsalarmi yo'q. Ashunda bo'lib qoldi ekansiz. Bir xil kuch yo'q janda. Odatda biz insonlarda bunda bir g'azab nafrat bo'ladi. Unda narsam yo'q. Allohga mishadan sog' salomat chiqa olamdim, chiqamamdim. Xomush bir xil insonda. To'g'ri. Ondan keyin yana bir ishni deb beray, mushu turmadan chiqqandan keyin yana bir ish qanday bo'ldi desangiz, men mushaqa mangdigan vaqtimda yana bir ishni qildi bular. Nima ish dang, men esimni bajaqdim gaplarimni deb olay. Mushu chiqqandan keyin mening bir do'stim menga telefon qildi. Men chiqib mushaqa mangdiganga oz qolgan vaqtlarim bitdi, shu 11-oy vaqtlarda. Adash deydi, ha desam, bugun menga telefon keldi sho'chidan, seni ering bilan ko'rishtiramiz dedi. Bir kech qo'nib kelsa dedi deb men o'ylab ketdim, bu ayollar u bir turma tursa buni ashu ichiga akirib qo'ndirami, nada qo'ndira buni deb o'yladim. Bu adash bu yo'ldoshingizni ko'rishtirgani qo'ysin, nega gapirdi ekansan bilmadim. Kechda sho'chining mashinasi kelib sizni opirib yo'ldoshingiz bilan qo'nib kelasiz bir kecha deb ashladi deb. Shuning bilan men o'zim hayron qoldim. Tova, ha bo'pti ko'rishib kelamsa yo'ldoshingizni dedim. Şu ukuniz ketdi, telefonlarını aşağıdan tatib aptı, saqçıxandan tatib aptı. O telefonlarını ağıl qoymaptı. Şunu ola telefonma qilmadim men zaten ola uyak bağgandikin nim buldu nim emas men telefon nim qilmaydi. Siga kepti adaş uyga kiring men sizga bir gap deb beray deb. Şunu ola asta uyga kirdim. Kirdim yana qo'rqavatdim endi. Bu ayadan keldi yana menda buningga bir ish sherik bo'lib qolamanmi yana bu qanda kiramam desam, adaş kiravering işte bo'lmaydi, men kep bo'ldim uyga dedi. Kelsam, kirsam da yig'lab ketpardilar qizlar. Voy nim bo'ldi dedim desam, bizni bir yerda bir ash joday sodak endi nima deymiz endi bir yotoqqa olib keldi, soqchilar bor koridorda deydi. Shuning bilan mangdigan vaqtimda soqchixonada telefonni tashlab qo'yib, tatmig'i silib, soqchilar ashta meni opag'andi. Ba'di uzun koridor ekan, har bir uyda ashta karvatlar bor ekan. Uyning ichida apparat bor ekan deydi qarang. Ondan keyin koridorda bir talla monchi bor ekan. Bu gapni demay, bu bir xil qiliqsiz bir gap endi. Demasam, lekin buni dunyo xalqi bilmaydi, bu nima ishlarni qilyotdi. Ba'zan vaqtida endi yuzimni qarib qo'yib turib, set gap bo'lsa-mu, davutishga majbur bo'ldi ekanman. Shuning bilan u qiz u yak beribdi, borgandan keyin u yotoqning ichiga soqchi kir debdi, kirib bo'lgandan keyin monchi oyada deb ko'rsatib qo'yibdi. Shu kirdigan vaqtida cho'qim sen yo'ldoshing bilan uzoq vaqt ko'rishmadan cho'qim qildigan ishing hammani qilib chiqishing kerak.
Muncha koridorning beshida bor. Debdi. İçkiga kirsam apparat bor deydi. Unda qilma apparatga bir narsa yogab qo'yaylik deb o'shanisimiz saqchi apparatga bir narsa qo'yishga hech qanday qilishga bo'lmaydi. Sen bugun hamma ishlaringni tugatib chiqsa deb. Endi men demay desam bu Xitoyning bir har qanday bir taktikasining nima sababdan qildiganligini biz bu analiz qilishimiz kerak-da. Bundan keyin qanday ishlarni qilyotidi degandek. Bu nima hayron qoldim. Kelgandan keyin bu qizval degan shunday yig'lab ketdi. Bek yig'lab ketdi endi. O endi gapni o'chig'ini qilsam yo'lishim bilan tugishibdi deb. Balkim Xitoy hukumati berayotgan dorilarning zodi nimaga ishlatilayotganligini, ya nimaga kuchini ko'rsatyapti deganda qilib bu bir sinaq qilyapti. Ajoyib bir g'ayri ishlar bu endi. O do'stim bek yaqin do'stim mening shu gaplarni deb o'zi bek yig'lab ketdi. Endi balkim ya endi siz o'ylab baqqan mushumi bir inson qilgan ishmi? Yana berdiganni berib turmadan chiqqanlar, turmaning ichidagilarni yana ayoling bilan ko'rishsa deb, shu maxsus bir koridor yataqlarni ta'sis qilib, soqchilarni turg'izib, er bo'z xotinini akirib, xotini bilan erini akirib, shunday qilib ishkisini bir uyga solab qo'yib, atisi ishkini ichib, uni yana turmaga ketib, xotinini yana uyga ketdi. Biz o'ylab baqqan. Bu o'tirdi endi nimani tadqiq qilyotdi, nimaning kuchini ko'rmoqchi bular. Endi uni taklif qilishga tegishli bir ish. Mening o'ylig'im endi bergan dorilarning ichida mushu masalan erlik ya ayollik mushta ishlarni endi qanchalik kuchini ko'rsatdi. Zodi mushlarni yeb turibmi yana shunda bo'tamdi. Hozir bizga bergan dorilar erlar bergan dorininki ichidagi o'xshamaslik nima masalan bizga nim berdi, ularga bergan dori nima. Ashlarni bir sinaq qilishda tariqasida insonlarni hisobda bular sınaq qilyotdi biz Uyg'urlarni. Masalan, mush virusning dorisi deymiz va yoki berayotgan sınaq materiali qatorida bo'lmasa, u o'ylab baqqan o'zining ayolini opirib, Allohdan bir yerlarni ichib, shunda cho'ng yakan dedi bina. Hammasida saqchi deydi. Har bir ishning oldida birdan saqchi bor deydi. Ham apparat bor uning ichida. Kirdigan vaqtida ularni tushuntirib, cho'qim mundaq bo'lish kerak. Mundaq cho'qim bo'lish kerak. 100% buningga kapolat qilishinglar kerak deb o'zining xotinlarini erkirkash xotinga kapirgan, xotinga erga kapirgan. Bu nimani sinaq qildi? Agar men bu gapni demasam, men xijil bo'lib demasam bu gapni buning keyingi endi ishlarga mush qivatqa ishlarga jinoyatiga paket bulamaymiz-da. Shunga men dedim, yuzimni qaratib dedim bu ishlarni. Ashunda ishlarni. 62 kun bo'lganda endi gapimni oxirsi 62 kun bo'lganda meni kel chiqdi deya ma'quldab chiqdim. Beşimga qar xaltini kiydirib yana apmangdi. Men yana nega mang'animni bilmadim. Ya mang'adigan vaqtida seni biz bugun qo'yutimizmi demedi, hech qanday gapni qilmadi. Ketib baramiz. Shuning bilan u mang'anim cho'qim 2 soatdek mang'andim balkim. Mening uyim iqtisod texnik taraqqiyot rayoni deydi, kayfiyatchi, ya'ni Divopo tarafda. Meni qo'y tutib olgan ash Divopo uyimning atrofida bezan degan ham yaqin ham hisobda. Ash ko'rik bor bilasizlar Divopo aeroportda. Aeroportning matarafi Divopo ash matarafi bezan, Shizan taraflarga ketadi. Men shu bezandagi turmadi ekanman. Keyin chiqqandan keyin bildim men u atrofda bolaning uchi-buchi gaplar orqali men o'zimning bezan turmisi etganligimni bildim. Ondan keyin meni opagan, meni qo'yitadigan vaqtida opagan yeri Ananchu deb bir yer bor bilasizlar. Ananchuning ash bir yezisidagi bir saqchixonaga ashunda ashaga opiribdi. Men ashu lagerdan chiqqan vaqtida kiyimimni almashtirdi deya ma'quldab ashulyo xaltada kelgan vaqtimdagi kiygan kiyimim shipeti baka shuni mushta xaltada ko'tarib chiqib berdi. Yiliq kiyimlarni o'zimning kiyimini kiydim. Kiygandan keyin azroq bir turib umid tug'ildi, bir turib yo'q. Meni boshqa yerga o'tkigan bo'lsa, ashlarning ayrim kiyim bor. Shunga hamma kiyimni yo'q qo'yib, bundan ig'irga opiramdi ya. Deydi-ku endi bundan ig'ir yerlar bor. Mushu bizning qoidamizda hammadan nimamizda bo'sh. Bundan har turmalar bor, suv turmalari bor, yaras turmalari bor, 1 metrlik yerlar bor, aşağı kirib yotqizib, oylab 1 metrda 1 metrlik yerlar borki. Aş ayollarni mana puklab o'tag'iz qo'yib turgan, boshda yanchi boshda jazolaydigan yerlar. Ashtaq yerlar bor. Degandan keyin men endi kiyimimni sap, o'zingning kiyimini almashtir degan vaqtida meni ya undan boshqa ig'ir yerga pritamdo va yoki qo'yitamdo ya otqilab paramdo ya nima qilib turdim men bilmadim. Yana mashinaga chiqdim. Shuningdan qo'lda yana hali qisaqchilarning qo'lda yana mening materiallarim bormiki, bir materiallarni oldi. Meni mashinaga chiqdi dedi. Mashinaga chiqyapti men yana ash qo'rqib turyapti men nega opirdiganimni bilmayman. Otqilab paramdo ya qo'yib paramdo. Shuningdan yana 2 soatdek bo'lmadi.
Mangandan keyin bir saqchixonaga bir shu bir yer kelib to'xtadik. To'xtagandan keyin mening beshimdagi xaltlarni evitib, qo'limdagi ko'zlarimni shu mashina shunga vaqtim ko'zlarimni evitib, xuddi hech qanday ish bo'lmagandek meni bir necha kun mehmon qilib akab qo'ygandek bir xil holatni keltirib, o'ng'ichilik u saqchilarni kulib, yejib, meni saqchixonaga oldi akaga vaqtida. Ondan keyin qarasam saqchixonaning ichidan saqchining alaqi shu meni akaga saqchixondan keyin saqchi boshlig'i bir ikki saqchi oldimga chiqdi, chiqib mang deb akirib saqchixona o'tiribdi dedi. Hamma qilib u saqchixonning alaqi adam saqlaydigan yeri bor ekan, shu yerda o'tasam o'ng'ichilik yo'ldoshimning bunda o'tib ketganini ko'rgandek qilib qoldim. Shunda villidi bo'ldimda, meni qo'yib turdigan o'xshamamdi bugun deb o'yladim. Shuni ular qarasam shu yo'ldoshimga u meni ko'rdi. Men o'rindim, mushtali qopsam, shuninglar ma'qul dedim. U saqchilar uni kirma, yana hozircha debdi. O'ng'ichilik bu endi bir chet ellik, hech qanday bir tilni bilmaydi. Ya xitoycha bilmaydi, ya uyg'urcha bilmaydi. U o'zining tili emas. Shundaq ahvol ostida nurg'un narsaga imzo qo'ydirib, hattoki jiq-jiq narsaga. Ondan keyin uni ayrim bir yerda imzo qo'ydiradi, meni bir yerda ayrim imzo qo'ydiradi. Menga imzo qo'yganda men o'zim xohlab tarbiyalashga kirdim. Mening ideyalim bunda nima bo'lganligi uchun men o'zim mushundaq zaharlanganlik talab qilib mushundaq yerga kirdim. Ashta shu men o'zim kirdim deb. Endi u yo'ldoshimga imzo qo'ydirgandagi maqsad nima ekan desangiz, u yo'ldoshim xitoycha nima bilmaydi, uyg'urcha nima bilmaydi, u qo'yib turadigan ish vosita hammaga imzo qo'ydim deydi. Onunki keyin men bilmayman nimaga imzo qo'ydim, sizlar nimaga imzo qo'ydirdinglar menga deb ashta desa, endi men bir ish bor, men esimda tushunib sen Jungoda ayoling bilan birga yashayman desang, sen o'zim topshirib berdim. Buning edisda og'ir masala bordi. Mushtaq nima jidvan sishang deymiz qanday dinni bunday nima? Diniy asabiylik bilan zaharlangan. Asabiylik ashta zaharlangan. Men o'zim topshirib berdim deysan. Har qanday vaqtida bir yerdan tekshiruvchi ya bir qanday bo'lib qolsa, men o'zim topshirib berdim deb mushun ixro bo'lsa. Deb aşağı debdi. Endi uni chiqirib olish uchun, bu o'zim topshirib berganmi bo'lay, nimali bo'lay bo'pti deb shuni ular imzo qo'yib chiqibdi, lekin chiqadigan vaqtida meni yana yo'ldoshim bilan ko'rishtirmagan ahvol ostida yana ashunga o'xshash yarashli uyga akirib, ondan keyin yana meni qanday tutgan bo'lsa, yana ashta yarashli uyga akirib, qara, chiroylikka qilib biz seni sinaq tariqasida qo'yib berdik. Sen agar taloqqa chiqqanda mush jamiyat bilan ko'rishgan vaqtingda mush taloq ishdiki har qanday sirlarni bo'lingan saqchilar bilan sana bo'lgan qanday muomalasi, qanday ishlar, har qanday ishni taloqqa chiqqanda demaysa, agar debla qolsang yana sening bu qatim kirdigan yering uningdan muvakkiya. Atrofda cho'qim qulum qo'shildiring, yo mus do'st birodarlaring seni yo'qlab kirib, yo bo'lmasa bilan ko'rishib, yo yo'lda uchrashib qolsa, sen cho'qim bularga u yana shunda go'zal yer ekanligini, shunda erkin azod ekanligini deysa deb. Amaliyotda unda emas-ku endi. Ma'qul, nim bo'lsa shundayman, bo'ldi. Bir ig'iz gapni sirtqa chiqarmayman, bo'ldi, gap qilmayman dedim. Lekin amaliyotda chiqqan vaqtimda men haqlarni izlab turib, u deyish u yoqda tursin, butun odam meni ko'rib qochdi. Men bilan hech kim gap qilishmaydi. Ajroqdan birasini ko'rib qolsam, meni g'ippidim oyoq qochdi. Xuddi men bilan gap qilsa bir qonun xilab ishda, men o'zligidanla shundoq bir. Meni kimni ko'z qochadigan, meni yo'qlab kirish, u sen chiqibsa deb boda bir kirish u yoqda tursin taqa. Yo'lda mesela ketyapsammi, ashundaq mendan qochadigan bo'lib ketdi. Haqlar. Ko'rishim u yoqda tursin, qarindoshlarimmi meni yo'qlab uyimga kirib yo'q qilmadi. Chiqdingmi, chiqdim. Buldamsa ko'rishamiz deb qo'ydilar. Ya sog' salomat chiqqan bo'lsang deb keldi, lekin undan keyin tuzuk mening o'ylarimga kelib yo'q, ahvolimni egallab yo'q. Unda baqib ketmedi. Chunki lagerdan masalan menga o'xshash va yoki boshqa sababdan chiqqan yoki kirib chiqqan, shu chog'da ba'zida bir qo'yayotgan odamlar bo'lsin, masalan to'ylashgan bo'lsin, u to'yini cho'qim lager demaydi-da u yerda. Shu joyi peshin jo'shindan chiqqanlar bilan to'ylashmanglar, ular bilan to'y qilmaysizlar. Agar u to'yni buzilib ketganlar ashtaq bo'libchi masalan. To'yga pitishay deganda ayoli kirib ketdi, yo yo'ldosh kirib ketdi, to'y qiladigan bola kirib ketdi, yo qiz bola kirib ketdi. O chiqqandek u to'y buzildi. Nurg'un to'ylar buzilib, nurg'un odam to'y qila olmay, pitish bo'lganlarimi yo'q bo'lishib, onun uydagilar lagerdagi, urug' tuqqanlar lagerdagi, masalan, ugunishdiki, urug' tuqqanlar ugunishdi bo'lsa-mu to'y qilmaslik degandek ashundaq. Endi kim bilan qiladi, kim bilan?
Siz o'ylab boqing. Shundan keyin chiqqandan keyin endi shu 2 oy lagerda yotdim, so'qoq ya. Endi ashunda o'tag'uzdi kunda 6 soat, 7 soat so'qoq yerda o'tiramiz. O'ttagan vaqtida bu ayol kishiga o'zini shunda issiq saqlash kerak endi. Men onun ichidagi ayollarni ko'radigan bo'lsangiz, endi qanday deymiz, ishtonning endi gapni o'chig'i endi ishtonning eg'i endi shunchalik darajada endi u sudik tutanmay yoki bo'lmasam shunda ayollar kesili bo'lib ketganlikdan har bir ayolning mayli burun talada shunchalik bek mansablik bayashat o'tgan ayollarmi ana ichga kirganda turmining kiyimi, turmining siyosati, turmining ishlari bilan shunda qiynashlari bilan yana qanchalik bek pokiz. Shunda Uyg'ur ayollarimiz bek pokiz biz Uyg'ur ayollar. Lekin ana ichida omlashtiradigan kiyimi bermaydi, yo yunig'ini qo'ymaydi, ashtaq so'qoq yerda o'tirdi. Shu ishtonning eg'i degan ayollarning har birsininki ashunda qetib ketganda qattiq ya juydigan fursat yo'q. Men 2 oy turdim, uning ichida kiyim juyish ya monchiga tushish degandek narsalar yo'q ekan. Anadan keyin bu nima uchun ashta bo'ldi desangiz, bu so'qoq eshib ketgandan hatto menmo lagerdan chiqqandan keyin 6 oylik Xudoyim buyursa 6 oy shu hech qachon bir u odatda ahvollarda balki meniki sudik tutamaslik masalan bakroq yutalganda u bu sudik tutamaslik. Lekin men 6 oygachilik chiqib ketganimni bilmay mush kichik tartibni tutamaydigan ashta bo'lib ketdim. Sizlar o'ylab boqinglar, 2 oyning ichida men mushunchalik holatga kelib ketdim. Ham uning ichidagi ayollar nima bo'lib ketasizlar o'ylab boqinglar. 2 oyning ichida men sudik tutamaydiganga 6 oy mushundaq qiynaldim. Anadan keyin buni ichidagilarchi, qap qolganlarchi, buning mentaliteti men chiqib ketgandan keyin yana qap qolganlar bor. Ya'ni 2 yil mening atrofimdagi do'stlarimning hozir qadar men chiqdim. Meningdan burun kirib ketganlar bor, u hozir qadar chiqmaganlarmi bor. Ular nima bo'lib ketgan do'stlar o'ylab boqinglar. Badalni hamma Uyg'ur to'layotdi, lekin Uyg'ur ayollari hassalab necha hassalab to'layotdi. Nimishga desangiz azaldan mushu Uyg'ur bo'lib tug'ilgandan keyin bularga uzuk silish majburlandi Xitoyning hukumati bo'yicha. Endi uzuk silishdan asta-asta bola tug'maslik operatsiyasiga majburlandi. Ashundaq endi u bir taraf ana, bir tarafdan alisa, yana bir tarafdan ana, bir tarafdan dadu bo'lib bolalarga qaradi. Endi dunyoda hammadan endi gapni o'chig'ini qilsam, butun dunyo bo'yicha hammadan endi bechora bizning Uyg'ur ayollar. To'g'ri deysiz. Şu ben 2018 6. ayının işki sinip çıktım. 10. ayının ki içinde bana günde bayrak çıkardıgan işlerine bardık. Düşenbe günüsü. Öyle ki bayrak çıkarış kadar verdim, kaldan katım da verdim. Aşağı okşaş. Bütün bayrak çıkarış mezgilde bu Uygur bayrak çıkarış mezgilde aşağı bir kıldığa işlerimizde dep burdu bula. Mesela manda kılısılar mahapte. Mahapte Xitoy tuquninglar keladi, kelganda sizlar manda qilsizlar, anda qilsizlar. Mahapte palon pistonchilar. Demak, mishani so'zlashdan burun Zumrat xonim, ya'ni 62 kun jarayonida siz yotdingiz. Sizning bundoq baldur tez qutulib chiqishingizga o'sha oilangiz, yo'ldoshingiz bu jarayonda yo'lmayapmi, sizni ach qoldi ya'ni? To'g'ri. Endi bu qanday deganda 62 kun ashada yotdim. Bu bir qatim badi berib meni qutqizish jarayon meni shu bir qatim beribdi konsulga borsa, bu konsuldagilar u avtonom rayonlik Guanting deymiz, hamda shu Chexiya nazorati xavfsizlik idorasiga telefon qilib, Chexiya nazoratiga telefon qilib, qilsa voy hal bo'lsin, yenib kelsin, u yoq berib, azmi qilmasin, biz chiqarib beramiz deb. Shuning bilan bu Urumchiga yenib kelib, yana avtonom rayonlik Chexiya nazorati saqchixona hamma yerga berib, ben konsulga borgandim, sen borsang ishing hal bo'ldi degandiyu deb ashtarisi biz unda uqtirish topshirib bormadik. Konsulga borsanglar seni xotinni qo'yib turgan nadunda ish borku deb saqchilar mashunda to'n tegib animani qilgandan keyin bu yana bir mushu 2 oy jarayonda bu yo'lishim 2 qatim bordi. Endi mening balkim mush naq maydonimni ko'rib o'tagandi. Birinchi Allah mening endi mushu kunga kelishimga, ikkinchi mening yo'lishim Bekat Tumay men uchun yo'l mangdi. Bekat Tumay bolalarimga dada, ana bo'ldi. Ham yana mening yo'limni mangdi.
Lekin Allohga shuni bilan ikki qatim shu nimaga ikkinchi qatim yana beribdi. Bag'a vaqtida meni kirgazgili qo'ymabdi, hatto konsulga kirmaysa deganda qilib. Shuni ularla bu ashab turibdi, men bo'ldim ishadi media chaqirman. Meni konsulga kirgazmadinglar. Deb ashad deganda bu darvoza o'ynar kim dedi. Bu yo'lishimning ashad medialarni chaqirma degan gapini anglab qilib yana ashlarning aloqi yana shu birdamning ichida shu Abdunum Rayevchiy nazoratidan yana bu xabarlar o'qib bo'pti. Voy sen yana Beijingga bordingmi deb ashad etdik. Shu men oldin qatim bir qatim kelsam hozir keyin hech kim meni ya ayolning ayadami ya da deganda gaplarmi bo'lmadi. Men bu qatim cho'qim mishadim media chaqirib mishadim cho'ng ishni chiqirman ya mishad BBC ya endi biz o men hozir qadar bilmaydi ekanman o Beijingda cho'ng boshqa davlatlarning muxbirlari borligini. Bular erkin davlat yashagan bo'lgan ekan, bular bildi ekan. Shuning bilan bu debdi men konsulning oldida turibdi. Bo'ldi men ayolimni chiqarmasanglar bugun shu cho'ng medialarda so'zlayman bugun. Ayolimning yo'qligi nim deb kam aloqa. Hozir yo'lishing sizdan birga Amerikada? Ha, men bilan birga. Ha. Ko'rib o'tirgan. Shuni ular degandikim. Bak ko'rib o'tirgan to'pida balkim. U bek rag'batlantirdi meni bu ishda. Chunki o'zimni bek chapatat men uchun. Shuni bilan u konsulxonaning oldida turib men media chaqiraman degandikim birdamda bu Abdunum Rayevchiy nazoratidan bu yo'lishimga telefon keldi. Kelib sen hozir yana Beijingga beribsan konsulning oldiga deb shuni bilan ayolim birinchi qatim qo'yatmadinglar, ikkinchi qatim keldim shunga. Men basam hech kim meni ko'zgimi ilmidi. Yani ayolim to'g'riliq necha saqchixonlarga berib ayolimni surishti qilsam qo'ypirmiz deb niya kelsam qo'ypirmiz degan ayak borganda hech kim meni ilishmamidi degandikin bu qatim cho'qim qaytib kel sana biz bor mana biz Abdunum Rayevchiy nazoratida uryapmiz sen u yerlik muxbirlarni ko'rashma. Sen hozir pasportingni avatgin deb ashad debdi. Shuninglar bu yana ishinib ishonmay yo'q men shu zodim hozir Washington Post'dan keldi BBC'nin keldi muxbirlari men ayolimning rasmiy meni ko'tarib keldim mishaga ya o'g'ri ya yanchdi degan hech qanday menga bir narsa bermay ayolimni mushunda akirib ketdi deb men hozir muxbirlarni ko'rishma degandikim bular pasportingni avat va xotirjam bo'l bu qatim menga ishon pasportingni avat deb ashad debdi. Shundan ko'rashma qat'iy ko'rashma ko'rasanglar sening ayolingning ishi bak murakkab bo'lib ketadi mana biz da'vatimiz qo'ysang biz qo'ypirmiz deb ashad degandan keyin bu pasportning kopiyasini avat degandan keyin bu pasportni rasm tortib yo'llabdi. Biz hozir yo'lni mengatimiz ayolingning sen pasportni avat deb. Shuning bilan bu yo'lni mengatgan bo'lsa pasportni rasm tortib avatib bersa birdamda telefon kelibdi biz sana aeroplan bilet nima bo'ldi. Kessa 8:50 ning Urumchiga qarab o'ch atlikka ayolingni bizdan atlikka chiqdi 100% sen xotirjam bo'l. Agar bu sen bu qatim chiqmasa andikin yana qayta muxbirlarni ko'rasan bo'ldi. Avval bo'pti ularning nomerlarini. Lekin chiqmaganda andikin o'shalarni qaytib ko'rashgan deb. Shuni bilan kechog'anda u pasport bilan aeroplanga chiqib shu kuni kechida kelib ertasiga anandikin meni chiqarib berdi shu. Bular yomonroq tursangiz beshiga dastlab tursangiz qo'rqidi bular. Da qo'rqanchoq millat bu odatda. To'g'ri. Azaldan tortib biz bu ashtaqda bu qanchalik qo'rqqan siri yana kelib berilmayotgan qanday qilsam bular qanday ansirab turayotganlarga shuni davolay hozir. Bular bek qo'rqanchoq millat bu. Bu yurak yo'q bu millatda. Yurak bo'lsa oshkor qiladi shu narsani. Albatta. Shuning bilan yolg'on sahnani o'rlashtirish ekan. Shuning bilan ertasiga shu meni qo'yib berdi. Meni qo'yib bergan bizning shu tufaylidan endi shu chog'da bir 40 tak ayolni biraqli qo'yib berdimiş Pokistonga to'y qilgan. Chunki biz to'y qilish soni sal jiqaroq, ham birimizni bilishdik. Men qo'yib berildim birinchi bo'lib, undan keyin shu bir 40 tak ayolni qo'yib berdi. Farqliq ularning chiqqanim farqli turmalardan shu to'y qilganlarning 40 tak ayolni shu keyin-keyindan uningmi chiqdi, buningmi chiqdi degandek. Endi bu 40ning chiqishig'imi mening yo'ldoshim sababchi bo'ldi deb o'ylayman. Aşağı berib, endi birsi bunda qilgandan keyin yana birlariga deb, yo'ldoshim debdi-ku, qo'rqmasanglar oldi-ka, qo'rqmanglar.
anda qilinglar, bular muxbirdan qo'rqidi ekan, muxbir chaqirmizdanglar degandekchi endi. Endi o'zaro birsi-birsiga o'zining tili bo'yicha deb, nima deb qo'rqisdan, nima ish qildi bu ayollar bu tutuvag'idek. Bular fursat bor, sizlar bor bularni keyinda qildigan. Biz bularni noposamagandan keyin sizlar qo'rqmasliginglar kerak deb bu ashadagi Uyg'urlarga madad bo'lib to'y qilganlar bolalarga. Shuning bilan o ashlarmu endi mushta qilib qolmasin deganni qilib shu biraqlanma shu yo'lishimning tufaylidan 40 ayol kishini qo'yib berdi. 40 to'y qilgan, mush Pokistonning bir to'y qilgan 40 ayol kishini biraqla qo'yib berdi. Zumrat xonam andan keyin endi deganimda mishada 2 soatmi bo'pti hamda mishada to'xtatsak balkim bundan keyindagi kirsak yana davom uzun bo'lib ketishi mumkin. Şu an müşahede bakım uzun vakit bütün körülmelerimiz var 220'den artık körülmen körvatı naq meydandan. Nayet kızgın körvatı da. Ularning ama keyin kördü Allah üçün mü biraz bek uzarıp ketmese. Müşahede toq tutup aldığımızdaki sanda inşallah yana davamlaştırsak mı gideyim? Buldum ben şu andi kiler qatım qısanda inşallah Muşu ayollarni mecburi tug'mas qilishni bugun demakchi to'q asli bugun deb bilamidik vaqt to'lan. Kelar qatam muşu ish bilan tang men Amerikaga kelish kelgandan keyin bergan guvohligim anadan keyin Xitoyninki menga shu guvohligim tufayli qanday besimlarni olib keldi, qanday bir ishlar duchor bo'ldim. Amerikaga kelgandan keyin qanday tahdid telefonlar keldi, anadan keyin muşu qanday bir ishlarga yo'liqdim kelgandan keyin Mağdagandan burun pasportunu qanda aldım, muşu to'g'riliq hammaning yana tafsiriy so'zlab bergan bor. Masalan, muşlar anglag'uvchilardi. Bo'ldi. Anglashga xolis. Allah razı olsun. Rahmat. Hammalarga mendan ko'p rahmat. Rahmat. Kelar qatimliq sonda cho'qim yana ko'rishinglarni umid qilaman. Chunki bilinglar vatanda nima ish bo'layotganini. Qarg'ularcha nimaga aralashmay bilib turib qanday ish bo'ldi, buni degan qanday ishlar yuz berdi, qaningga taqobil turish kerak, mush vatanda qanday ezilyotdi xalqimiz degandek ashunda endi shunga bu ba'zan bir sat gaplarni men endi cho'qim bilib olsinmishlar qanday qilyotdi Xitoy bizga nimalarni ishlatyotdi degandek shunga shuni qayrib turib dedim, meni kechiringlar tuvanchilik bilan sizlardan kechirim so'rayman. Unda sat gaplarni men og'zimga ba'zida necha qatim mushu xijilchiligimdanmi diyamagan nurg'un gaplarim bor, qanday bo'ldi deganda aniq diyamay. Bir ayol kishi bo'lganda unda gapni diyamaydi ekanman desam, ba'zida deganlar bo'ldi. Bu bo'layotgan zulm bizga. Buni cho'qim anglitib, nima ishlarni qilayotganligini, Xitoyning nima taktikalar o'ynayotganligini cho'qim bilishimiz kerak degandan men bugun shunday yuzimni qilinliq qilib bo'layotgan gaplarni deb berdim. Uningdan vahshiylar bo'lib qolish mumkin. Kelar qatim ism kelganda shularni deb berman inshaalloh. Hammanglarga oilanglarga xotirjamlik, hammanglarning turmushinglarning yaxshi o'tishini umid qilaman. Hammanglarga mendan o'tliq salom. Buludan sizlar kelar qatimliq sonda ko'rishaylik. Rahmat. Allah razı olsun. Ko'p rahmat etamiz inshaalloh. Rahmat sizga. Qadrli ko'rmanlarimiz, shuna qilib bugungi sonimiz mushada oxirlashdi. Haqiqatan insonning butun badan ko'rayotgan shu 2 necha qarindoshimiz Facebook, YouTube hammasining inkoslari va ifodalarimiz ifodalab turdi. Anglagan har qanday bir insoniy tuyg'usi o'lmagan har qanday bir insonning butun badaniga tikan bo'lishi aniq. Bunun üstüge bir sözleşten muhacet kalmadı, sözlügüdek muhalım kalmadı. Ama hiçbir zaman boşaşmayımız, çokum galiba kılımız. Allah bu buluvatkan bu cinayetler, bu zulümler herkes bikağı etmeydi. Çokum bunun hesabı, çokum soruldu. Bunun imanımız kamil, işencimiz kamil. Qadrli ko'rmalarimiz, Allah ömür vəsi aldığımız ki, sandi görüşeyle. Bunu texinbek, bu elib berilayotgan bu cinayetlerini texmi ko'p xalqimizning ko'rish uchun bugun naq maydondan ko'ramagan qarindoshlarimizga ularning foydalanish uchun ham baharlab qo'yishni unutmasdan tekrar buni aslataman. Oldimizgi sonda ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.